Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik dünyanın her qaysi joylaridagi Pidayla ekranındaki qadirlik ko'rinmalari. Hammanglarninki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Men İstanbul'da Abdulaziz 5 to'g'raq. Biz hozir Angliyadagi, Londondagi Kerem Zahir ustoz bilan birlikda Qur'ondan nazar programmamizdagi 23. sonida nafl namoz to'g'riliq mazmunda to'xtalib o'tmoqchi. Ustoz oldingi soatlik darsda shu namoz haqidagi salat, ya'ni Qur'ondagi salat to'g'riliq shu kalimaninki shu hukmninki ma'nosini tushuntirib, uningki Qur'oni Karimda namoz yo'q deydigan, ya'ni namozni tab qilolmaydi, Qur'onda rakat soni yo'q, vaqt yo'q deb da'vo qiladigan an'anavichi hadissiz islomni tushungan olmaydigan qarindoshlarga qarata Qur'ondan oyatlar bilan dalil qilib, uni ko'rsatib berdilar. Ham bizning texmi yaxshi egallab olishimizga yaxshi dars bo'ldi o'tgan soat, ham biroz uzildi. O'zlari qanday yaxshi obdan tutdimi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Allohga shukr. Qanday o'zlari tichmanatulloh. Yaxshi. Endi bu soatda shu tamam nafla namazlar, yani ba'zida sunnat deb o'qiymiz deganga o'xshash. Menda nafl namozlar to'g'risida bizga biroz so'zlab bergan bo'lsalar, bu namozlar Qur'onda bormi? Bu qanday paydo bo'lgan bu to'g'riliq nimalarni bizga tayyorlab bizga olib keldiki? Assalomu alaykum dunyoning xos joylari, hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bu nafl namoz haqida Qur'oni Karimda nafl namozga ishorat qiladigan doiradagi bir oyat yo'q. Endi buningga faqatla payg'ambar alayhissalomniki mandaq namoz o'qiganmish, andaq namoz o'qiganmish degandek so'zlarni naql qiladi. Lekin Qur'oni Karimda shu Sura Isroniki 79-80 oyatlarining o'zini, bo'lib 79 oyatini dalil qildi buningga. Bu oyat nima desa? Estağfirullah. Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek esa ayyeb eseke rabbuke makamen mahmuda degan muşu ayetning o'zini dalil qiladi. Muşu dalil qilish orqali kecha turib sen nafl namoz o'qi. Nafl namoz o'qisang, seni Parvardigoring maqama mahmudga yetkazadi. Yoki sening umiding maqama mahmudga, ya'ni hamma odam o'zi yaxshi ko'radigan, hamma odam o'zi maqtaydigan shunday bir o'ringa yoki u bu yerki maqam mahmudni ular undaq tushunmaydi. Allohning yerida bir o'rin bor. Payg'ambar alayhisalom o'sha yerga yetish uchun harakat qilish kerak-da. Undaq maqam mahmud o'sha yerda endi. Undaq tushundim. Lekin Qur'onda undaq tushundirmaydi buni. Bu yerdagi va minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak degan oyatning o'zidagi tahajjud namoz deb qaraydi buni. Nafilatan degandan ham tahajjud namoz, ya'ni nafl namozini o'z ichiga oladi degan qarashda bo'lib, bu yerda peshimning oldikayinda, misolda xuftamning oldikayinda, bomdodniki oldikayinda degandek bo'lgan namoz, uni boshqa namozlar asr deymiz, shom deymiz. Unidan vitr namoz deymiz. Undan boshqa ma nima? Kun chiqqan vaqtida bir o'qilgan namoz va nima? Chashka namoz deymiz. Mushal birinchi namozlar vaki tasbih namoz deydiki, undan keyin kun tutilganda, oy tutilganda o'qilgan namozlar, yomg'ir yog'dirgan yağmur yağdırdıqanda o'qilgan namoz deyli, yağmur talab qildigan vaqtda o'qilgan namoz. Deganga o'xshash shunday biz qandil kechasi o'qilgan namoz deydigan. Isqot namozi deb namozlari bor. Isqot namoz deydigan, undan keyin shu qo'rqu namoz deydigan misolda. Mingrak bir namozlari bor.
istihar namaz deydigan, aşındaq nurgulluğan, ayındaq namazlı varken, ben sel azırğarağını bildikenme. Ama bunu o ravayetlige asaslansak, menimki perzimce etiyende bir akır kögen buldum. Bu az olsa 30-40 yıl namaz çıkı dendi. Aşı namazda aşında yaman cık kılıp etkendeyken insanlar o namazın içinden bir başka çıkıp olanmay. Ayındaq talaş tartışın içinde mendaq gangırap kalıqlık. Hem de bu ayetdeki asli manası nima degan vaqtida ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek deganning o'zi asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda degan bu ayetning o'zi sen maqaman mahmud hamma odam e'tirof qiladigan shundaq bir o'ringa yetishni orzu qilsang kechida turib ortiqcha nafilatan deganning o'zi ortiqcha turish turib kechida ortiqcha yani biroz baldir turib shu ishingga sen o'zi başkatu diyen gap qo'yadi. Bu başkatu degan nereden topsa degan vaqtda bu oyat bilan o sura Mudassirning Muzammilniki 3-oyat 3-4 oyatlarda misol ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila degan mush oyatning o'zidan shu ma'no chiqadi. Bu ikkisi birleştirgen vaqtida Peygamber Aleyhisselam keçide biraz baldır turup Kur'an-ı Kerim'ni okup onu retlep, onu düşünüp mesela yüzü birinci. Onu dekin kişilerge düşündürüş usullarının özüne mesela yüzü birinci yaxşı düşünüş gerek de onu. Bu yerde verettilil Kur'an'ı tertila degenin özde bu iki xil ma'no çıkıdı. Rettile degen birisi retleş ma'nosidagi ayet. Yan birisi degan vaqtda onu yaxşı düşünüş mazmununu yaxşı düşünüşni özüne maqsad qiladi. Bu yerda rattil degan buyruq kelin bo'lib, ya'ni boshqalarga yaxshi tushundu degan ma'no chiqadi. Shu vaqtda nima desa, birinchi o'zi yaxshi tushunishga. Nima uchun degan vaqtda bu yerda oxirida inna sanulqi alayka qawlan saqila deydi. Biz sana tushunish qiyin bo'lgan so'zlarni keltiramiz. Bu tushunish qiyin bo'lgan bundaq so'zlar kelgan vaqtda uning sen boshqa turib uni tushunishni uni qanday qilgan vaqtda bir ameliyat uygun bir icra kılı oldu. Millet kandak düşendiği oldu. Bu sahada özeni başlatırıp biraz baldır durup bir milletke yetekçilik kılıvatkan insan boğan dekin. Bunu kılırsa onun özünü retleyse deydi. Bu yerdeki rettil degen ikinci nemisi Kur'an-ı Kerim'ni retleş. Yani birinci sure Fatiha, ikinci sure Bekar andak olgan bolsa şu boyunca yani birinci ayetin keyin ikinci ayetin kelişi ayetin tertibi, surenin tertibi o'xshash aşı narsalarning hammasi aslida nima desa Peygamber Aleyhisselam berilgan bir buyruq. Buni ma'u inna nashiyatal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila deganning o'zi bu yerda yana Texinbek buning o'zini bayon qiladi. Nima ish qilgan vaqtda kecha tiptish. Varan churun yo'q. İnsanlar bir narsa tafakkur qilsa, bir narsa tushunaman desa, yaxshi bir vaqt, masalan, kecha atganligi bir bomdoddan burunroq turib qilsa, shundaq yaxshi bir vaqt oldu. Men shu vaqtning o'zini Alloh taolo payg'ambar alayhisalom borib, men shu vaqtda sen turib o'rningdan bu Qur'onni o'qib yaxshi tushunishing kerak va insonlarga yaxshi tushuntirishing kerak deydi-da. Nima ish qiladigan vaqtda buni oxirisida inna laka fin nahar sab'an tawila. Chunki sizni kunduzda qiladigan ishlaring noyat jiq deydi-da. Kunduz noyat jiq ish qilsa sen onu kishilarga yetkazsa, onu amaliyot ijro qilsa degandek, bunda bo'lgandan keyin kechida uningga sen vaqt chiqarib, uning bo'lgan tushunchangni oshirib, millatga to'g'ri tushuntirishing kerak degan gap endi. Bir tarafdan, yana bir tarafdan o Qur'onni o'zing ratlashing kerak degan mandaqqa nemada. Buni burunqi nemilda bir qatim so'zlab o'tdik. Shuning uchun bu yerdagi ve minel leyli feteheccet bihi nafileten degan bu yerdeki ayetten hiçbir zaman nafil namaz oku degan ma'no çıkmaydı. Bu nafil namaz oku degan ma'noni chiqarishki maqsad bu yerda 78. oyattaki aqimis salat tarafayn nahar ve zulafa minel leyli inna aqimis salata liduluk şems ila gasaqil leyli ve Qur'anel fecr inna Qur'anel fecr kana meşhura degan aş ayetin keyin kelganligi uchun buni nafil namoz o'qi deganga aytib qo'yadi insonlar.
Hem de bununki yen bir tarafı var. O tarafı neymi degan vaqtida Mekke müşrikleri neki bir kısmı 5 namoz o'qiydiganlari bo'lgan, bir kısmı 3 namoz o'qiydiganlari bo'lgan. 3 namoz o'qiydiganlarniki misol oqshimisi sham namozining o'zini 3 rakat o'qiydiganlari bor, 1 rakat o'qiydiganlari bo'lgan. Bundan bu ma Yahudi Nasaralniki namoz o'qish nimalari ba'zilari 5 namoz o'qiydi. Bizniki hozir o'qiyotgan namozimiz o'z ayni. Atiyalik 4, peshimni misol 10, asrni 4, shamni 3, nima shamni 5, shu ayndaq holatda o'qiganlari var. Yan bir mazhabi var, 5 namoz o'qiydigan, yan bir mazhabi taqvodor, yan bir mazhabi var. Kecha tahajjud o'qiydi, kunduzi chashka namozi bilan bayqini. Chashka namozini tatib o'qiydiganlari var misol. Endi bu nafl namozniki bizniki bu dinimizga shu farz namozning oldiga qo'shilib, bemincha shundaq ko'paytirilib, uning sirtida yana bemincha namoz paydo qilinishlik sabablari nima degan vaqtida? Bu Muaviye o'zi nimani musulmonlarniki beshiq kelgan vaqtida uniki kotib bo'lgan odam Kabul Ahbar degan bir odam kotib bo'lgan buningga. U Kabul Ahbar deganning o'zi o'z vaqtida Yahudilarniki tapanoqniki nimasi ekan hamda. Bir imomdan mi? Mollami. Bir shu vaqtdagi cho'ng o'zi mollasi ekan. Buniki nemisidan ba shu o'qigan nemis shuniki tarjimonini ko'rganlar bo'lsa izlab topalaydi. Şu hayat vaqtida 250 ming atrofida rivoyatning o'zini butun hayotida shunday nemqan taqatgan. Chunki uniki rivoyati o'z vaqt tayyor bo'lgan. Hatta tunji qatim yozilgan hadislar o'sha odamning hadisi deb turib olganlar borku. Masalan, bu Tevrat Injilniki yangi ahdisi deganda butunlay shu Markus Yohanna deganniki nomida rivoyat nim qilindi, so'zlandi. U yerdagi İsa ani qildi, Musa mani qildi degan ay Musa va İsa'ning o'rniga Muhammad deb yozsalar, shu rivoyat o'z ayni shu islomga ko'chirilib kirildi misol. O derecede. O derecede yani şunçilik o'xshaydi buningdagi naslcha. Bu shu vaqtning o'zida Qur'onga cheqlanmay, Qur'onning yeniga parallel Qur'on. Holatda ashundaq o'zi rivoyatlarni payg'ambar alayhisalom ani qildi, sahoba mani qildi degandek, mani dedi degandek so'zlarni yasab chiqish orqali o'ziniki qilayotgan ibodatlarni islom shu savob bo'ldi yoki olmaydi, yoki farz, yoki sunnat, yoki mustahab, yoki vojib degan ashundaq nom ataq bilan bu o'zi islom ibodatlarining ichiga kirdirib etgan nurg'un narsalarning o'zini. Hozir shu YouTube'dan topalaydi insonlar aqtosa Yahud Nasaralının o'qigan namozlari bilan shu bir mazhabning o'qigan namozlari bilan musulmon ahli sunna va jamoaning o'qigan namozi o'xshash chiqadi. Yani bir o'zi jamoati var, uning o'qigan namozi bilan Shia'niki, ya'ni 3 vaqt namoz o'qiydigan jamoati bilan uning o'xshash chiqadi misol. Demakki nima degan vaqtida, ya'ni islom diniga, islom dinining ibodat qismlariga, aqida qismlariga shu Yahud Nasaralniki aqida ahkomlaridan nurg'un narsalar kirdirib etilgan. Masalan, shu aqida kitoblarini hozir o'qiydigan bo'lsak, shuning ichida Allah, payg'ambar, ferishta, nima, shafaat, karomat degan narsalar haqida shu Yahud Nasaralniki o'xshash. Ular shu nima İnnemal ulema ve verasatul enbiya degan bir rivoyat olanığı var. O aynen musulmonlarga yo'tkilib kirgan. Ulema deganni payg'ambarning merosxo'rlari degan. Varisi degan. Endi varisi bo'lgandan keyin payg'ambarlar mo'jiza Alloh taolo bergan mo'jizani ko'rsatish orqali o'zini payg'ambarligini isbotlaydi. Qarshi tarafning o'zini shu mo'jiza orqali mat qildigan gap. Bularcha ularni ko'rsatgan mo'jizasi yo'q. Mucize olmagandan keyin ular karomat, bizga karomat ko'rsatish nemisni bergan, salohiyati bergan degan narsani o'tirib chiqarish orqali millatga o'zining karomat ko'rsatganligini, misol Qashqar turayotgan bir mollaning o'zi berib, bir kunda haram ko'rib namozni o'qib qaytib keldigan mandaq hikoyalarni biz anglagan hamda o'z vaqtida. Yani mushunga o'xshash ishlar bo'lgan.
Quri şunun o'xshash shu Yahudilarniki shu namoz haqidagi hozirgi nimada, shu nafl namoz haqidagi ibodatlardimi? Ya'ni Yahudilarniki shu qilayotgan ishlari, Xristianlarning shu vaqtdagi o'zi ibodat sohasida qilayotgan ishlarining hammasini asosan ko'chirib islomning ichiga kirgan. İbadetni bundaq jiq o'zi qilishdagi sabab nima degan vaqtda shu mollari jiq uni qildirishdagi maqsad bu millatni butunlay ruhoniylashtirib o'ziga nima qilish, murt qilib olishda. Qul qilish. Qul qilish ya'ni ruhiy jihatdan qul qilish uchun moddiy dunyoga ahamiyat bermaydigan, ilm faniga ahamiyat bermaydigan, atrof qarab amaliyotga qarta ish ko'rmaydigan hamma narsani Allah Taala shu berdi, Allah berdi degan bundaq o'zi uqumda, andaq o'zi nima qildigan, tushundigan qilish maqsad. Shuning uchun shu Sura Isro'niki 5-6 oyat bo'lsa kerak, shuning o'zidimi? Shu Yahudilarniki Asa rabbukum eyyerhamukum in uttum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira degan şu 8. ayetindeki nemizde 5 tarafida Yahudilarning 2 qatim mag'lub bo'lib, 1 qatim g'alaba qilganligi haqidagi voqealikni Alloh taolo so'zlab kelgan vaqtida ikkinchi qatimliq g'albida agar sizlar ular taqobil turgan bo'lsangiz, taqobil tura olasizlar. Chunki sizlarniki pul belanladi, balcaqlarning ko'payganda son jihati ularni yuqurtanglar. Ammo shu vaqtda sizlar dushman qarshi Qur'onni ko'tarib chiqib qarshi turmadinglar. Bu vaqtda nima ish qildingiz degan vaqtda asa rabbukum ayyarhamakum. Parvardigoringizdan sizlar Allah bizga marhamat qiladi deb Allohga duo qilishdan boshqa hech qanday ish qilmadinglar. Başının üçün sizler şu quruq dua arzu bilan turib qolganligingiz uchun sizlarni dushman mag'lub qildi deydi-da. Demak, bu yerki masala nima degan vaqtida inson qanchalik ruhoniylashgan sari ibodat qildim deb shu ruhiy jihatdan Allohga yaqinlashim deb davomli qashunda xalqi ibodat bilan mashg'ul bo'lgan sari dunyoning ishlaridan yiroqlashadigan gap. Yiroqlashgandan keyin bu odamlar amaliy ahvol qarta ish tutmay, misol eng oddiysi hozir shu men degan nimaning o'zida turdi. Maqsad bu hamma narsa buni o'qisam yamanbek uzun, hidoya degan. Salat xusub deydi, misol. Kun tutilganda o'qiydigan namoz, kun oy tutilganda o'qiydigan namoz, suv talab qilganda o'qiydigan namoz, istixor, bir narsani o'zi mushil qilsam qanday bo'ladi degan vaqtida duo qilib namoz o'qib 2 rakat, uningdagi yotsi kechish tushib kirdigancha, u amaliyotdagi ana ishni tafakkur qilmasdan har ishni tushidan so'raydigan. Qanday o'zi namozlarning o'zini paydo qilgandan keyin bu odamlar andakin moddiy dunyoga berilmaydigan, o'zining atrofi dushmanniki nima ish qilayotganligini sezmaydigan bunda holat shakllanadi. Mana bu holatga kelish uchun insonlarning o'zini butunlay o'ziga ruhiy jihatdan qul qilish uchun shu rivoyatni to'qish orqali bizga podshoh qarshi chiqsa bo'lmaydi degandek shunday yerga akilish uchun insonlarga shunday ko'plagan ibodatlarni farz, sunnat, mustahab degan qatorda keltirgan. Ammo bu hech bir zaman payg'ambarlar qilgan bir ishlar emas. Payg'ambarlar qilgan ba'zi odamlar deydi, payg'ambar alayhisalom xos qilingan bu tahajjud namoz. Payg'ambarga hech bir zaman xos qilingan bir ish yo'q Qur'oni Karimda. Payg'ambar bir ummatga Qur'onni yetkazish maqsadi tushirdi nimaning o'zini, payg'ambarga o kitobning o'zini. Kitobning ichidagi farzlarni boshqa insonlarga qanday qilingan bo'lsa farz, o payg'ambarning o'ziga shubhati o ibodat shunday farz qilingan. O payg'ambar shuni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha o farzni shunday ado qilgan. Masalan, namozga kelsak, namozni o'tgan qatim degandek payg'ambar alayhisalom bu namozni Qur'oni Karimda o'rgangan, Qur'oni Karimda o'rgangan bo'yicha uni ijro qilgan. Agar hozirgi vaqtda butunlay dunyoda
Hamma kitob yo'qolib ketib, faqat o'zi bir dunyo yangidan paydo bo'lib, Qur'on qilib qolgan taqdirda Qur'on qarab, namoz o'qishni insonlar yani tep ma'nolaydi degan gap. Vaqtida. Agar arab tilini yaxshi bilsa. Yeni bir gap bor. Agar qancha taqvo bo'laman desanglar, siz Allohninki farz qilgan namozlaringlar emas, shu sunnat yoki nafila, tahajjud o'xshash shunday namozlarni o'qisanglar, uningga texmi Allohga yaqin bo'lsa taqvo bo'lasizlar degandekchi. He. Kishilar shuni undaydi. He, ashuni undaydi. Ham bu yerdagi maqsad insonni ruhaniylikqa targ'ib qilish uchun uni Allohga yaqinlashni o'tirib qo'ydi-da. Ammo inson qanday bir ishni qilishdan qat'iy nazar Allohga yaqinlashish yo Allohni yiroqlashish degan narsa mavjud bo'lmaydi. Men kecha kunduz namoz o'qisam, o'sha turma, Alloh o'z joyida turdi. Burunqidek bo'ldi. Hech qanday bu Allohga yaqinlashish, Allohni yiroq bir yerga qochib ketish degan bir narsa aslo mavjud bo'lmaydi. Bu taqvolik degan kelima nima degan vaqtda taqvolik xatolikdan saqlanish. Alloh taolo Qur'oni Karimda hech qanday bir ibodat yo ahkomning o'zini yo buyruqning o'zini menga yaqinlash uchun, mening roziligimni olish uchun, jannatga kirish uchun, jahannamdan qutulish uchun qil degan bunday bir buyruq yo'q. Taqvolikning ustiga buyuruydi. Har ishni taqvolik qil. Nima qilgan vaqtda taqvolik xatolikdan saqlanish. Yani bir ishni to'g'ri qilishga buyurdi-da Alloh taolo. Har qanday bir ishni to'g'ri qilgan vaqtda u to'g'ri qilgan insondan Alloh rozi bo'ldi. Bu to'g'ri ish bu odam jannatga apara oladi, dunyoda ham netinch qozondira oladi va jahannamda qutqiza oladi. Çünkü Allah Teala her işte mesela kiyim keçehdimi taqvoni so'zlaydi. Nima qilsa kiyim keçen to'g'ri kiyish kerak. To'g'ri kelgan vaqtda bu inson o'ziniki boshqa qalayimqon boshqalarning nazarida bo'lgan qalayimqonchilikdan saqlangandan keyin bu to'g'ri qilgan inson Alloh taolo rozi bo'ladi. Ammo birinchi nishon Allohni rozi qilish emas, Allohning roziligi bir netincha. Arlıqlı vasıta neymi degan vaqtda arlıqlı vasıta bu to'g'ri qilish. Her ishni to'g'ri qilgan vaqtda dunyo va oxiratda u odam natijaga erisha oladi degan. Chunki bu yerda taqvo bo'lishga chaqirish degan gapning o'zi bu taqvo bo'lish degani bir boshqa bir narsa emas. Taqvoning o'z ma'nosini qilgan vaqtda xatolikdan saqlanishga chaqirish degan gap aslida. Çünkü Kur'an-ı Kerim'nin özde huden lil muttaqin deydi. Bu hatalıktan saklanaman degan adamlar üçün Kur'an-ı Kerim nima? To'g'ri yo'lni yetaklaydigan kitob. Men to'g'ri bir yo'lda mansam bo'ldi degan odam Kur'an-ı Kerim qarab mansa to'g'ri yo'lda manalaydi degan bo'ldi. Yani namaz bir yerdelik maqsad emas, o bir vasıta, shundaymi? Vasıta. Her qanday amel, her qanday ibadet vasıta. Her qanday roza olsun, hac olsun, bu namaz olsun, hemmesi bir vasıta. Bu maqsad şu Allah Teala'nın buyruğunu ada qilish o'zi maqsad qilindi bu yerda. Buyruğunu ada qilgan vaqtida namoz o'qiyman degan bir odam namoz o'qimoqchi bo'lsa, Qur'oni Karimda ko'rsatgan usul bo'yicha, masalan, namoz o'qimoqchi bo'lgan odam birinchi tarta oladi. Tartaga vaqtida qanday oladi Qur'oni Karim qanday buyurdi? Ondan keyin o'zi qiyam turgan, qiroat qilgan, ruku sajda qilgan vaqtlar qanday qildi? Shu Qur'oni Karimda ko'rsatgan bo'yicha mana 22-sonda uni so'zlab o'tdik. Shu bo'yicha ish qilgan vaqtida nima qiladi desa, u odam to'g'ri qilgan bo'ldi. U to'g'ri qilgan odamdan Alloh rozi bo'ldi. Ya'ni u bir ishni qilmay turib, men Alloh roziligi uchun qilaman deyish, u xato bir narsa. Men birinchi Alloh ko'rsatgan yo'l bo'yicha buni o'zim to'g'ri qilishim kerak degan narsa o insonning kallasida bo'lish kerak. U to'g'ri qilgandan keyin u odam bu dunyoda netinchi qozindi, oxiratda desa, oxiratda Allohning roziligiga erishdi va jahannamdan qutulib jannatga kira oladi. Degan gap. Hamda bo'liqi namozni hamdaliqi ayndaq jiq qilibasizmi? Odatda masalan bir musulmon bo'lib bir islom diniga bir kiray degan odammi?
bu kadar cık bir ibadetni man igri kilman qıpılanmadık ma onun kiradan kirgiçe bu ya kirmeyle turaycuma deydiğim bir işime bap kaldı diyemem. Elbette o kadar onun üstüge muş namazın cık kıldım dep özün takva sanagan insanlar dünyanın hazır en esfel safilinde en töven katlamada olgandayken hiç kana insan bunda bir insanı doğruğuz kelmeydi adette. Andayken bu yerde yana bu namazını dinin asas kılıveriş mi? Başkasını koyup fakat namaz yoki 5 narsa dinning asosiy qilaverishning o'zi bu Qur'oni Karimdagi ruhiga xilaf bir narsa. Namaz dinning tüyürügü de oldu da. He. Shu nimadan o'zida Abdullah ibn Umarnikidan qilingan bir rivoyatni keltiribdi. Men bir 2-3 ta rivoyatni keltirib qo'ydim bu yerda. Buniyal İslam ala 5 shahadat la ilaha illallah ve enne Muhammed Resulullah ve ikamis salat ve itaiz zakat ve hac ve sevm Ramazan degan şu 5 narsaning o'zini İslam 5 narsaning üstüge qurilgan. O Qur'oni Karimda nurg'ulgan buyruqlar va ahkamlar va misal bunun hammasi İslamdagi har birisi bir asosi. Namazmi Qur'oni Karimda İslamdagi bir tal asos xolos. Ammo qolganlari uning asosi bo'lmaydigan u mush 5'in başqa asas bo'lmaydigan bunday bir ish yo'q. Onun uchun bu yerdagi maqsad nima degan vaqtida namozni islomning asosi ko'rsatish orqali insonlarning o'zini namozga qilib etib, ruhiy qulluqqa yaqinlashtirish. Bu yerdagi narsa bu. Dunyo qiziqmaydigan, dunyoniki o'zining do'st dushmanini arayanmaydigan bunday bir holat keltirib o'tish uchun bunday o'zi kesh namozxonlik qilib bunday qilib o'tish maqsad bu. Ya geldik salat degan ma'nini sizlar o'tgan saat 2 xil ma'nisi bor deb tushuntirib o'tdilar. Bir xil ma'nisi yeb qo'yib o'zaro yordam qilish degandek-ku. Nimasini uchun? Faqatlam namoz deb bizning kalimiz hozir o'qiyotgan namoz shakliga ham akilib buning uchun. Aytib qo'yishning o'zimi nihoyat xato ishda endi. Albatta. Men mushaning o'zida men hozir o'qidim mush rivoyatni va iqomis salat va itoiz zakat deganing o'zida İtaiz zakat diye ya kelgan vaqtida bu namoz bu yerda salat kelimasi asl namozni ifodalaydi degan gap. Zakat berish orqali yordam qilish degan ma'no chiqib degan. Zakat bilan yordam qilish. Bu yerdagi vavning o'zi zakat berish bilan yordam qilish degan bo'ldi. Vavning o'zi ma'nosida kelgan bo'ldi shu vaqtda. Yana bir rivoyatning o'zida Ebu Hurayra degan bir odamniki rivoyat ekan bu. Bu to'la rivoyat qilgan bir odam bu. Araytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulli yawm khamsan ma taqulu zalika yabqa min daranihi qalu la yabqa min daranihi shay'a. Qala fazalika mislu salavatil khamsi yamhullahu bihal khataya deb shu o'zi rivoyatni debtga odamning o'zi. Shuning o'zini deydimdi. Ve bir adamın uyunun aldıda bir erik bolsa, onu da her günse o adam 5 qatim juyunsa, o adamın vücudunda bir kir qap qalamdı. Diye vaqtda etrafdaki ya kir qanmaydı degandikin, namaz meni mushu 5 namaz meni mushu o'xshaydi. 5 namaz o'qigan odamniki gunohini Alloh taolo, ya'ni xatoligini Alloh taolo o'chirdi deb mushunda degan deb namozning o'zini namozni o'qisa başka bir cinayetni qilgan taqdirda ama o cinayeti Allah Taola'nın aldı juyulib ketganligi haqida shunday rivoyatni paydo qiliqliq insonlar. Bunu o'zi Qur'oni Karimda hech qanday bir nimalarga to'g'ri kelmaydi. Faman ya'mal misqal zarratin khayran yara va man ya'mal misqal zarratin sharran yara degan oyat var Qur'oni Karimda. Zarrachilik yaxshi ishni qilsa, qiyomat kuni uniki natijasini ko'radi. Zarrachilik yomonlik qilsa Onunki neticesini qiyomat kuni ko'radi deb Alloh taolo uni aynan deylik. Juyulib ketgan hech narsa yo'q. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimdagi oyatga qarshi kelgan har qanday rivoyat u qabul qilinmaydi uning o'zi. Yana bir rivoyatning o'zida as-salatu imaduddin
Femen ekamaha fakat ekameddin ve men edemaha fakat edemeddin diyen bir rivayet var bu ayetçi. Namaz dinniki türüge. Kimki o namazını berpa kılsa dinnin türügünü berpa kılgan boldu. Dinni berpa kılgan boldu. Kimki o namazını okumasa dinni üretken boldu. Yani namazını üretse ya ki dinni üretken boldu. Dep bu yerde kalan ibadetler, kalan Allah Teala'nın buyruklarına nispeten namazın özünü alaydı bir buyruk katarı çıkarış için bu şundak rivayetlerin özünü bayan kılıklık. Yani bizce diye vaxtda bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetki asasen Allah Teala'nınki bütün buyrukları okşaş. Birisi töven, birisi yukarı. Bunda bulduğun bir iş yok. Namaz okuş maksat mı? Ekimis salatı li zikri deydi Allah Teala. Namazı berpa kıl. Ne için? Meni hatırlaş için. Yani meni hatırlaş için diyenin özü Allah Teala'daki emir fermanlarının özünü esit saklaş için namaz okuyulan gibi. Eğer o yerde Allah Teala'nın emir fermanlarını hatırlamasa namaz okuvatqa vaxtida ya hatırlatılan ayetini okuş arkalık onda kılmasa demek ki o adam namaz okumamalı okşaş diyen gibi. Hem de bu namazda tesbih edilen, zikir tesbih edilen 33 katım Subhanallah, 33 katım Elhamdülillah, 33 katım Allahu Ekber dep aşında özü ettiğin bir kaydı mı var? Bu yerdeki bunun özümü aslı bu Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'in 33 katım diş hakkında hiç kanda Kur'an-ı Kerim'de bunda bir malumat yok. Ayet ben bir talı keltirip koydum. Sebbih isme rabbikel a'la diyen. Bunu okşaş. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Diyen okşaş aşında özü nurgun ayetler var. Bu yerdeki sebbehe nemini bildirirse sebbehe diye manadı diyen gep oldu. Mesela ve kullun fi feleki yesbehun deydi Kur'an'da. Eğer bir özü pelek özü belirlerge yoldu manadı deydi de sebbehe diyenin özü mü yani Ali bolgan Rabbiniki kösetken yoludu mal diyen gep sebbih isme rabbikel diyenin özü yani boş mananı bildirdi bu yerde. Yani o yerde herkes mi namazdayken Subhanallah'ın 33 katım, Elhamdülillah'ın 33 katım, Allahu Ekber'in 33 katım de diyen mana çıkmaydı. Namazda okup bolgandaki qanday qıldı degan vaqtda zikr tesbih etip o'tirishning o'rniga Alloh taolo Qur'oni Karimda Faiza quziyat salatu fa'tashiru fil ardi ve btaqu min fazlillah deydi. Namazda o'qib bolgandan keyin derhal etrafına çekilip özəlindeki artıqçılığın işqi seliş arqılıq tapıdığan nəsini tepanglar deydi. Dukan açqalı dukanğa bir kasb qılğanlı bu kasb qılıvatqan yeriga berip özüniki işini qilish kerak degan gap. Ben hiçbir zaman 33 katımdan zikir tesbih etip oturuştaki hiç kadar ağaçlı yok degan gap. Ama bu yerdeki nəsi neymi degan vaqtda her adam şu iş ornu bağa vaqtida Allah'ını zikir kılış gerek ki şu iş üstüde Allah Teala qanday prinsiplarını oturup koygan. Şu prinsip boyunca iş kılış. Mesela ben dükkan açkan bolsam o dükkanda kişilerge meyve nəskere satkan bolsam o meyveni cınlap verme. Cınlap bergen vaqtida cınni adil tutuşum gerek. Kur'an-ı Kerim'de bundaq bir fermanlar var. Veylul lil mutaffifine ellezine iza iktalu alen nasi yestevfun ve iza kaluhum ev vezenuhum yufsirun diyen ayetler var misal. Cınlap bergende toğra özü cınlap verişim gerek. Ular yaxşı muamele kılışım gerek. Ularni aldımaslığım gerek. Allah Teala'nınki emir fermanlarını men aşındaq yerde isimiz tutuşumuz gerek. Kur'an-ı Kerim'deki Eqimis salat li zikri degendeki ayetniki maqsadi meni bu yerga borib degan. Yoki men bir odamniki ishlagan bo'lsam, bir isklatda ishlagan bo'lsam, bu isklat ishlayotib, u alqa yelimi kirish ishirtib bu yerda. Boshqalar ishlayotsa men bu yerga berib o'ltirib olib, va kaza qilib bunda qilqi u odam bergan pulga loyiq ishlamaslikning o'zimi, bumi o'zi
to'g'ri bo'lmaydi degan gap. To'g'ri. Ya'ni u odam menga pul to'layapti, men u pulni loyiq ishlab berishim kerak bu yerda. İşlep bermesem qanday bo'ladi degan vaqtda, ishlab bermagan vaqtda uning haqqini yeb olgan bo'laman degan gap. To'g'ri. Her bir işte şu ishni qo'ygan Alloh taolaniki prinsiplerini esib tutish lozim va shu prinsipga amal qilgan holda to'g'ri ish qilish lozim o inson. Shu vaqtida qanday qilgan bo'ldi desa, namozniki maqsadni ado qilgan bo'ldi degan gap. Şu hakkılıkı aşağılık östen öyünün altındaki erik degen yani bu Abu Hureyre'den kılgan rivayet kim bu? Ama şu Abu Hureyre'den kılgan aşında cık rivayetler bak ya bu asaslı kadarın aşağılıkı ruhanilikka ibadet güylükka aşındalık dünyanın hali aşında bir yıl halet nökılgan rivayetle bekçek hem de şu Abu Hureyre degenden kinlam hem de şu tüklerimiz tiktusu buldu hem de şu. Hem de Müslümanlar şu rivayeti tamamen dinin içinden süpürüp taşlamaya kadar bu dine tuluq kiramaydı. Bütün rivayet degen narsalarning hammasini ahlakka tashlab etib, Qur'onga tamamen qaytib kelgan vaqtda o odam tuluq o'zi islom diniga kirgan bo'ladi, uni qabul qilgan bo'ladi. Bo'lmasa uning ichida o rivayetning mandaq degandan keyinla paralel din bo'ladi vaqtida. To'g'ri. Xudoning diniga, Qur'oni Karimga paralel bo'lgan rivayet dinining o'zini kelgan bo'ldi, o ikkisining o'zini orasida qolib qoladi. Hozir nurg'un olimlar var. Mesela bu 5 namazga kelgan vaqtida o 5 namazning o'zini ash burun tatib ayda o'qib kelgan degandek yoki bo'lmaydi o rivayetni tamamen tashlolmaymiz degandek qo'shiqqa kirib o rivayetga. Shuni ola ayda chiqolmayotgan insonlar var. Eğer ashni o'zini tamamen tashlab Qur'onni zot nima debdi? Degan vaqtida Qur'ondagi namozniki 3 vaqt ekanligi, har vaqt namozning 2 rakat ekanligi, hamma narsa aniq. Bo'lgandan keyin o odamning o'ziga o'ngay to'xtaydi. Bu yerda bir vaqtning o'zini 5 vaqt chiqarolmay, o vaqtni parchalab bo'lolmay, uning xaritasini sizib, bunda qilishga hech qanday hojat yo'q. Misol, eng oddiysi peshim, masalan, peshimning o'zini zuhr deganning o'zini lug'at ma'nosida qarasa, kun mayli qarilgandan boshlab, shu kun o'ltig'ich orliqni ko'rsatganligini bildirdi. Kun tushib mayli qarilgandan boshlab, kun o'ltig'ich orliqni ko'rsatdi bu. Bu nima degan bo'ldi desa, peshimni kun qarilgandan boshlab, kun o'ltig'ich orliqda o'qisang bo'ldi degan gap bo'ldi. Isha deganning o'zimi shu kun o'ltirgandan boshlab kunninki yo'rug'i yo'qqicha, ya'ni kunning qizilligi yo'qqicha orliqning o'zini ko'rsatdi. Ko'rsatganligini bildirdi. Arabniki izoh lug'atida shu turdi. Demak, Xubtamning o'zini kun o'ltirgandan boshlab kunning qizilligi yo'qqicha orliqda o'qisa bo'ldi degan gap. Bomdatnikini nima ish qilmaydi vaqtida bu odamlar. Men hayron qolgan yerim bu. O'xshashda kunniki shu tong atgandan boshlab kun chiqishi orliqda orliqni o'nim boshlab uni 2 vaqt namozni qistirish kerak-da aslida. Bu yer qistilmaydi. Demakki bu yerdagi narsalar hammasi o'ziniki burun qilib kelayotgan narsadan voz kechamay, bu boy deganga o'xshash Muaviyning zamonasida Arabning koni dindan voz kechamay, ashum savob bo'ladi, sunnat bo'ladi, mustahab bo'ldi, vojib bo'ldi degan nom atoqlardan qistirib olganga o'xshash. Bizniki diniy olimlarimizmi Qur'ondagi farzlik orliqlariga koni qilayotgan klassik dinning o'zini qistirib akilib, ashada yana savob bo'ldi degan nom bilan buni eskitib etdik. Bu to'g'ri emas bu. Agar biz haqiqiy Qur'on qaytadigan bo'lsak, Qur'ondagi deyilganni aynan qilish lozim. Shu vaqtda biz rasmiy Qur'on qaytgan bir musulmon bo'lamiz. Hozir 2 rakat degandagi nurg'un odamlar balkim 2 rakat degan gapni eg'ir kelayotgandi. Ammo Qur'onda shu qiyomat kuni bizni hisob elinadigan namoz 2 rakat. Hisob elinadigan namoz 3 vaqt. Undan boshqa namoz yo'q bu yerda. Namazın zaten ismi Kur'an-ı Kerim'de 3 namazdaki ismi zikir kılınıklık. Hiçbir zaman peşimden burun
4 rekat okunduk. Unutma ketdim yoksa men şu hazır qoldim şu nimaning sunnatlarini. 5'de 4 ondan keyin 4 rekat farz, ondan keyin 2 rekat sunnat dedi bu. Sünnet namaz deb namaz yo'q. Deydi Mehmet okuyanma bazı derslerinde. Sünnet namaz diyen asla yok. Bu nafil deganning o'zimi Xudo bir narsa farz qilib, oxiridan keyin sal o'zi oz qilib qo'ygan, pushaymon qilgandek qilib, ama ortiqcha ma'lum qilib qo'y degandek bir salasudek bir narsa bu. Bu Xudo'niki o'z nimasiga qat'iy to'g'ri kelmaydigan bir narsa. Shuning uchun bu yerdagi nafil namoz yoki sunnat namoz yoki vacib namaz degan narsa bu asla yo'q narsa. Ammo bu yerdagi narsa nimasi? Allah qil dedi, qil degan namoz shu boyaqi 3 vaqt va har vaqtda 2 rakatdan shu. Ammo uni tepsi vaqti olsa, o'qib olsa, uning bizniki hech qanday gapimiz yo'q. Lekin namozdagi farzni qancha vaqt ekanligini insonlar bilish kerak. Qolgan narsani aralashtirib unda qilishda hech qanday hojat yo'q. Uning o'rniga hozirgi vaqtda YouTube'ni açsak, osmon jismlarini tushuntiradigan, insonning vujudini tushuntiradigan, hayvonotlarni, o'simliklarni tushuntiradigan nurg'unlagan narsalar bor. Ashunday narsa tirishsakmi, bu ma'noda yaxshi savob bo'ldi, chunki biz ma'lumot qilib qolamiz. Yani bizde Allah'ın ayetlerini Kur'an'daki ayetler emas, yani tabiat ayetlerini, kainat ayetlerini texim yaxshi tushunish uchun chiqargan bo'lmasin, to'g'ri? Albatta. Aşında qilsak texim bek o'zi biz o Allah'ını yaxshi tanıymiz. Allah'niki kainatdagi o'zi ilimlerini, kudretlerini texim bek yaxshi tushunamiz. O vaqtda bizniki iymonimiz texim bek o'zi mustahkam bo'lgan gap. Hozir bunda qiz hech nima tushunmay o'qigan odamning iymoni xuddi bir qumliqqa qilgan payga o'xshash, to'g'ri payga o'xshash, shamol qayinda uch taraf uchib yurgan gap. Uning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida her bir ibadet yoki her bir buyruqni ijro qiladigan vaqtida Qur'oni Karimni nihoyat yaxshi tushunish lozim. Qur'oni Karimda shu masalani tushunmay turib, millatga so'zlamaslik lozim. Bu shu namozni jiqraq o'qishninki ziyni bormi hojim? Namozni hamda jiq o'qishniki foydasi yo'q. Bana gaplar bazı Kur'an'daki ayetlerde mi sizlarni namazınla sizlarni nachar ishlardan to'sganmagan bo'lsa, shundaymi? Shu ma'nodagi bir ayetlar bor-ku. Inna salat tenha anil fahsha'i vel munkar. Beş namaz okuymiz. Aylık östüğündeki soğuçu bilgendekler mesela peşin bilen eserinin oturusunda yalan etip sağlam bolsak ya günah etip sağlam bolsak. Nimiş kılırsa sen günahını şundaymi ya? Öz isterlikle kılırsan günah. Onu kıpıla binince onun için Allah şu günahımızı keşfet eder. Şimdi o adaletli kılgıda hakçılık. Hatta hacıga olsan aç ananın tohumunu seyredepçi. Diyen okşaş. Andaki mal namazı macmen kıtım okusan manda bir küllerdi çöm. Alaylı bir künemdi o çöm. Şimdi onun seninki bir ömrün günahların yüyülüp kütüldü yak olmasa seninki ötmüştük ki nimelerin yaxşı demege özgertilip kelgüsünde yaman bir nim bulduğun bulup kalsa o yaxşı tarafke toğrulup kalıptı diyendekçi. Muşunda hem insan ne as isyadına aşından demek apırdıgan bunda yalgan yavadak işler bek köpemücü. Doğru. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hatta yugayyiru mâ bi enfusim diye ayet var. Allah Teala hiç kandak bir kavmini, hiç kandak bir milletini özgertmeydi. Ta ki o millet özünü özü özgertidi. Bunu özü tercüm kılan insanlar özünü özgertmek için Allah özgertmeydi o tercüm kılıp de. Bunda tercüm doğru emez. O insan özünü özgertip bakacak Allah Teala'nın onu özgertişi nime hacıdı var. Şu an bu yerki neyse neyim odası? Allah insanı özgertmeydi. İnsan özünü özü özgertidi. Bu yerki neyse. Şunun için bu yerki namazını okup koysa namaz o adamı özgertmeydi. O namazdaki şu Allah Teala'nın namaz okulgan Allah'ın emir fermanlarına o adam itaat kılgan çağda o adam özünü özgerti alaydı diyen. Doğru.
Şu bu namazdan keyin subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber deb tesbih serip olturup Xudo sanap ötküzüp berişinin hiç kadar hacet yok. Namazını okup lekin özümüzni kıldığa işi berip, şu kıldığa işimiz üstüde Allah Taala şu iş üstüde qandaq emir fermanlarını berdi bizge. Şunu esimiz tutup insanlarga to'g'ri muomala qilish, mana bu namoz o'qishniki maqsadi bu degan gap. Namazda mesela Uygurca, Erach bilmey, Uygurca okusun bulamdı. Uygurca o'qisa bo'ladi. Buni da biz nimada fiqh o'qiyotgan vaqtida Abu Hanifaning bir gapi bor-ku. Her millet o'zining tilida o'qisa bo'ldi degan. Bunun başqa Arabning mollalari qarshi chiqqan yerlari bor, lekin odamning o'zi her millet o'zining tilida o'qisa bo'ldi degan so'zni qiladi. Bu namozdagi o'qishga o'tganda 22-sonda o'qigan vaqtida mana namoz o'qiyotgan odam namozda elhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki degan aş oyatning oxirigachilik mo'shuni o'qisa bo'ldi degan ham mo'shunga o'xshash Alloh taoloniki qudratini, Alloh taoloning bor birligini va Alloh taoloning koinotdagi oyatlarini insonga his qildiradigan bunday oyatni o'qisin degan ma'noni bildirdi bu-ku. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda Alloh taoloniki koinotdagi Allah'nınki nima qudratini namoyon qildigan shakldagi mesela Uyg'urlar o'ziniki Uyg'ur tilida aşı narsani o'qib namoz o'qisin bo'ladi degan gap. Chunki shu narsa Qur'oni Karimdagi Alloh taoloning koinotni tushuntirish haqidagi oyatga to'g'ri keldi-da. Yani bunun da mesela Mehmet'e namazla başlaşta Ali Mektep'ten en ahir yıllarda ben 5 namaz okuştu başlap şu Müslüman oldum. Şu vakti şu İslam okudum. Yaman tezkege mağamacılık bir namaz başta belirtiyor. Onun da böyle şu sürü ihlaslı bilirseniz sürü ihlasına şu okuyarsınız bunu da elham dokunmuşsanız meyli. Ne asıl gelen başını okuverin. Aşı tekrar edersiniz bulağırdı. Diyente bir kardeşimiz şu için ben başta gitken değil mi? Şunu okuyuş benzerden de kadar teskil oldu. Arapçını yazılap boğuşuğa aralıktık o. Onundakin cemaatil namaz okuş meselesi var. Bizde cemaatil okusa 27 tane köp sevap olur. 28 mi ya? 27. 27 tanesi köp sevap oldu. Deydiğen aşındaki sözler var. Bunun özü rivayetli var. Ama Kur'an-ı Kerim'de cemaatin okuyduğun namazını fakat Cuma günü mesela Sure Cuma'nın 9. ayetinde Ya eyyühellezine amenu iza nudiye lissalat min yevmil cuma'ati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey dalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun degan mush ayetning o'zida Cuma günü namazga chaqirilgan vaqtida sizlar ilm setimni qo'yib namoz o'qishga qarab meninglar. Bu Allah'ningki nasihatini anglash bu yerda ilm setimdan yaxshi degan o'zi nima oyat bor bu yerda. Bu her 7 kunda bir qatim insonlarga Alloh taoloning emir fermanlarini yetkazish ve yerda Allah Taala'nınki o'zi nemasining o'zini qudratlarini to'nishtirish masalalarning o'zi bu nihoyatda yaxshi ish degan gap. Ya'ni juma kunisi bir kun mush ishni qilish, ya'ni juma namozi juma kunisi peshimni shu yerda o'qiydi misol. Shuning bilan qilish bu farz endi. Ammo boshqa vaqtning o'zida 5 namozni jamoatdan o'qish degan bir narsa Qur'oni Karimda aslo mavjud emas. Hattoki 5 namozni jamoatdan o'qigandan uyda o'qib yoki ish yerida o'qigan bu texim yaxshi. Chunki nima uchun degan vaqtida bir odam 5 namozni jamoatdan o'qigan vaqtida bir kun qildigan ishni 2 kun qiladi. Bir yil qildigan ishni 2 yil qildi misol. O peshimni boshladi, xuttamgichilik bo'lgandan keyin shu xuttamgichi orliqning o'zida yerim kun aşı namazga ketdi. Dedi. Şunu oraya o adam bir kun qildigan ishni 2 kun qildigan gap dunyo bunda ketayotgan vaqtda musulmon mamlakatlar misol bir yil qildigan ishni 2 yil
10 yıl kıldığın işinin özünü 20 yıl kılgandan keyin dünyanın akıp kalışındaki bütün sebepler mundaq bolgan. Şunun için her adam özündeki iş yerinde açıklı namazı septiki iş kırgat namazını okupla bitirip alsa bu vaqtda özü nayet yaxşı oldu, özünün işini hem yengillik boldu, özünün işini joyida özü qıp kete alaydı. Ama o palaqışıp o camiye verip o yerde özü bedem vaaz nasihatini anlap, onundakin özü zikr tasbihini etip o iş yeriga berip oğuşlik neçe saat vaqt aşanamaz ketidi. İnsanlar özündeki tirikçiligidan mahrum kaldı. Şunun için bu yerdeki cuma günüsü cemaat ile namaz okuş farz. Ama başka bir vakitte cemaat ile okugandan öyde okugan texim yaxşı oldu. Çünkü bu yerde tirikçilik degan narsa var. Hazırki vaqtda onuga uya berip kelgen onda öyde bir özü kino görüp oltymay yani. Bir yaxşı bir kitapni yoki yaxşı bir mazmundagi bir narsani anglash bu insonga nayet yaxşı oldu. Öyde okusaçımız balları Kürdü, ailesi bilen bir okuyalaydı. Değil mi ya? Elbette. Yaki şirkette okusa, şirketkilen başkalarının namaz okuduğunu bilirdi. Tekimi belki hürmet bulurduğun gep. Ben şu namazda okuyordum da bulam, teretine 20 saatte namazı 1 saatte okup, ayındak işin hakkını yap. Değil mi ya? Şimdi özüme en doğru bulmayan işim şu. Bu yerde o bir ağaynimizdeki nemizde iş yerde aşındak birisi kirip namaz okuydu ki teretine nayet pek mükemmel aldığın şey ama uzak aldı ki onundakin aşı namazını nayet aşı zikr tasbihini ta tuluk okup zat 1 saat aldı ki nayet. Aşındak kılıp iştiyarak okusun zaman da moşundak okumsam olmaydı dep bu yerdeki iş kaşındak dahliye ettiğin derecede. Bunda kılışının özü namaz okumaganda mı egri özü bir günah kapatıdı. Demiş ki diye vaqtda bir insanın hakkını yeydi o. Aş saatiga pul to'laydi ayda. Şunun için bu yerda biz boshqalarniki haqqiga tajovuz qilmagan shart asida, boshqalarniki ishiga daxl taruz yetmagan shart asida o'qishimiz lozim namozimizni. Onun üstüge bu peşim namaz deganning o'zi tushlik tomoqni yegan vaqtida qachitla ishkiragat o'qib olsak bo'ldi, tugadi shuni olan. Kechda xuttamni o'qiymiz bo'ldi. Bu kadar yani. Yeni birisiga ma'laqi Müslüman bilen kafirning o'tirisidagi ayırıdığan ayrıg'och namaz deb nima o'tirib chiqargan. Şunun bilan shu namozni o'qish orqali o'zining musulmon ekanligini ifodalaydi, musulmon his qiladigan. Ama lekin to'xtamay boshqalarning puliga xiyonat qiladigan, haqqini yeydigan, aqsda g'aybat qiladigan, yoki hatto o'ltiradigan boshqalarni uchun. Müslümanı öldürdüğü mesela Allahu Ekber deb itişidi bombalarını için. Şuna okşar. Şunda bir canavar gayrında uçuyor mu? Doğru. Bunun özü hem delki bay diyen okşaş kişilerin hakkını yeş, kişilerge özündeki Müslüman ekenligini oturup koşu arkalık başkalarını kemsitiş, başkalarına hakaret kılış, okşaş bu işlerin hemmesi Kur'an-ı Kerim'deki prensiplerin tamamen hılap bir neyse. Ben Müslüman buldum deyip, Müslüman bombağını tamamen öldürüş niyeti buluş, devamlı onunla hücum kılış, bu niyeti eğri bir cinayet. Kur'an-ı Kerim'de çıkılmayan insana çıkılış cinayet. Fa'tadu bimisli ma'tada aleykum deydi Kur'an-ı Kerim'de. Ula hücum kılan okşaş, İslam hücum kılan deydi. Bu yerki neyse işki neysini bildirdi. Ula hücum kısa, birinci manası, ula hücum kısa, onun da kesili hücum kılan diyen gep oldu biri. İkincisi, aşıla hücum kılan, kançılık hücum kılan bolsa, bir muş urgan bolsa, sen bir muş ur diyen boldu yani. O zaman da alayıp koysa, onu çanavat diyen gep o yerde çıkmaydı. Hatta, mesela Uygur dese, Müslüman Uygur mu iken? O Müslümanlarla kadar bildi, ya 5 yağlık atamdı iken, 5 namaz okamdı iken mesela için. Aşında Uygurlarda paramparça kılıvet kıldı değil misin? Elbette. Eğer o 5 namaz okumagan bolsa, Esselamualeyküm demeyimiz onun için. Eğer başta yügen bolsa, bulam ayallah atıldırak aşıda okulduk hem de.
Erler bizim Uygurların içinde yağlık çekildiğinler size çıkma kalgan yokçu. Ama ayyalar eğer yağlık çekmeyen olsa bu pasık yani. Moşunda ki nime bir halat özüne ben beş namaz okuyayım Müslüman ben Allah'ın ki cennet kirdiğan namazat ki edem ben bana namaz okumaydı. Vallahi cehennemden dervas vallahi uçuyor. Aynen oylayımız hem de aynen nime kılıp alımız kallımız için mıyda iş bekçecek şu. Bu halka Kur'an-ı Kerim'deki ruhu bütünle xilap çünkü Kur'an-ı Kerim insanlarını hakiki Allah Teala özü maksat qilgan bir insan holatiga yetkazish uchun Qur'oni Karimni tushiriklik. Qur'oni Karimda shuning uchun nurg'unlagan cheklimlar va nurg'unlagan bizga berilgan buyruqlar va bu narsaning hammasini inson o'zining vujudiga yerlashtirgan vaqtida bu inson mukammal bir inson holatiga yetadi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom andaq axloqliqdi, sahobalar mandaq axloqliqdi degan gaplarni qilgan vaqtida odam bo'lib men biroz bir nim qilaman. Çünkü Peygamber Aleyhisselam hakikaten şunday ahlaklıktı. Ama Peygamber Aleyhisselam o ahlakını nereden algan? Nereden öğrengen? Misal. Onun için bu yerde Peygamber Aleyhisselam'ın ahlak boğanlığının insanların ahlak çakırışı emez bu yerde. Peygamber Aleyhisselam öğrengen yedillah, udullahla insanlar şu ahlakını öğrensinler boldu. Bu yer nerede de Kur'an-ı Kerim. Peygamber Aleyhisselam bütün ahlakını Kur'an-ı Kerim'de öğrenildi. Misal. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanlara düşürüşteki birden bir maksat ne mi diye vakıda? Hakiki bir insan halıtıya ekiliş. Yani Allah Teala özündeki tasavvurdaki muşundak insan yaratmak diyen bu tasavvurdaki insan ekiliş için bu insanla aşı halet ekildiğin programı ne mi diye vakıda Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de yalgan gek kılmaysa, zina kılmaysa, hargışmaysa misal böhtan çapılmaysa, birisiga aza qilmaysa, birisini haqqini yemaysa, o'ltirmaysa, chapmaysa degan mushu sifatlarning hammasini Qur'oni Karimda axloq qismi, ashuni hammasini inson o'ziniki vujudiga yerlashtirgan vaqtida u nihoyat isil bir inson bo'lib chiqadi. Misol. Sho'ng bu burunmi necha qatim dedik buni? Bir odam o'ziga vazif qilsa, men bugungi kundan boshlab hech qanday yolg'on gap qilmaymiz dedi. Muşun zat özüm sığdırma zat Kur'an-ı Kerim muşunda depto. Men muş yalgan yakınmasını özüm sığdırışım gerek. Dep şu günden başlap fakat yalgan yakınmasa o sığdı o insanga. Bir mezgilden keyin. Onu da keyin men başkalarga yaman yakıp azar qilmayman. Degan aştaq bir tarafın özünün vücuduga sığdırsa o adam başka adamın manda başka bir cemaati ardışı жүрген vaqtida o davamlı rastgah qildigan birisiga aza qilmaydigan bir holat shakllangandan keyin u odamda. Qur'oni Karimda inna akramakum indallohi atqakum degan oyat bor. Ash xatolikdan saqlangan insonlarning hammasi insonlar nima bo'ldi desa, boshqa insonlarning oldimi hurmatga sazovor bo'ldi. Yeni bir ayet var acım. Sure Bakara'nın 177. ayeti. Leysel birre deganlik ayetçi. Leysel birre an tuvallu vujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir ma. Şunu üşendir koysunlar. Bu faqatla namoz o'qib qo'yish o insonni yaxshi bir inson qatoriga kiritmaydi. Qur'oni Karimdagi ashq oyatning maqsadi, ya'ni bir odam qibla taraf qarab namoz o'qib, duo qilib qo'yishning o'zi o insonniki yaxshi inson ekanligini o'zi namoyon qilmaydi degan gap. Lekin yaxshilik degan nima bo'lsa, man amana billahi val yawmil akhir va amila solihan. Alloh haqiqiy ishongan holatda yaxshi ishni qila olgan insonlar qanday bo'ldisa yaxshi chiqqan bo'ldi. Namozni o'qib qo'yib, oxirida o namozning ruhiga to'g'ri kelgan ishni qilmay, yana o'sha xilaf ishni qilgan insonlar bu yaxshi ish qilgan inson qatoriga kirolmaydi. Qur'oni Karim nurg'un yerda bor. Sizlar iymon keltirib qo'yib, uning yaxshi iymonni amaliyat yaxshi ish bilan ifodalamasanlar, o iymon hech qanday asqatmaydi. Qur'onda bor bu oyat. Shunda. Namozni o'qib qo'yib, namozning ruhiga to'g'ri kelgan ishni qilmagan inson namoz o'qimagan bilan o'xshash degan gap. Çok Kur'an-ı Kerim'de ne deydi dese,
Vel asri innel insane lefi husrin illellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr degan o'sha oyatning o'zidimi iymon keltirgandan keyin u iymonni amaliyotda yaxshi ish bilan ifodalash kerak bu odam. To'g'ri. Boshqa odam gapga vaqtimi yaxshi ishlar tavsiya qila oladigan bo'lish kerak. Ve başka adamlardan biri o adamga eziyet yetken takdirde onun sabır qilish kerak. To'g'ri. Abujan. Murtad, murji, kafir, Yahud, Nasara degan gapni chidash kerak degan gapda bari. Uzun bo'ldi shu gapni boshqalar. Meyli bu desimi de versin. Bizim günahımız ayda bir gap batırası. Eğer ula bizden şimdi dese, mesela kafir dese, murtad dese yakıcı. Bizim günahımız yeniklep kalan da. Hem de biz yoktu gibi değil de mesela için. Yok, bizim günahımız yenilemeydi. Ulanın günahı eğrilaydı, bizim günahımız turcaydı. Turcaydı. O undaki şu olsa pul verip kıtılığı uzmandık. Külüp gitti fidayı tamam tutup. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى diyen ayet var ki. Bir cinayetçi yani bir cinayetçinin cinayetini kötülemeydi deydi. Şunun için o adel ki her adam özüneki günahını öz götürgen bu başka bu adam menin günahımdan anıga adım kıldan oşaydı diyen bundaki işler o bunu da ümit özüş gerek ya da Kur'an-ı Kerim diyen bir ayetim var. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني diye ayet var. Bunun okşayan cık ayeti var. Kıyamet günü her adam özündeki cinayetini, özünün iş hareketini götürüp keldiğini yapıyor. Doğru. Hatta ki balı atı balıdan, xotun erdi de anda birisini kaçtıran bunda halet şeklinde mağmanı kötürüş bedemde gider. Ama o kötürüş demeydi Allah Teala özel kötü edeydi mi? Nasıl? Kıyamet dostu gelmez yok okşmanlı da olsa. Kıyamet dostu geldi aslında ne dese o insanı kıyamet günüsü mü aşı nicatlıkka yetekleydiğen insana zaten devamlı insandaki dünya ve ahirette bir yaxşı buluşunu tavsiye kıldığın yaxşı buluş tarafki özü tavsiye kıldığın mundaq dostundaydı hem de. Kıyamet dostu gelmemiz. Yani onun dostluğu yani onun dostluğu Ayşe adamın netice itibariyle kıyamet günü mü netice giriştirdiğin dost deyip tepşensek. Şimdi oldu. Ya bu ayette atalısı mı, anısı mı bana taşıdı. Elbette. Değil var mı? Şu çağda hem bizimizin helakçılık kalımız hem de şu. O biz bazı dünyada var kıyametlik dostu eleydi beleydi de pulların alda bir yuvalımız var mesela çok. Yakın yuvalımız. Ama kıyamette o iş bombaydı kendi alaka. Bombaydı. O kıyamette. O yalgan kendi o. Elbette. Şunu demek için. Kur'an der ki men caa bil hasenetin felahu eşru emsaluha ve men caa bis seyyiatin diyen aşı ayetler emas mı? Evet. Aşı ayetin özü mü? Qan işi qarta ceza berildiğanlığı. Neme? Doğru. Allah'ın epusu nerede bu yerde? He? Allah'ın epusu nerede hem de? O adam dünyada qan işiğe puşayman kılıp Allah'ın epu soruş gerek. O vaxtda oldu. Mesela bu ötkendelki Allah'ın kıyığından hiç kim hesap alanmaydı o. Allah zaten has kılıdı da mesela. Xalqan kişini cennet kirgizdi, xalqan kişini dozaq kirse demiş bunda qılsa diyemeymiz çünkü gücümüz yetmeydi. Yo'q, bu yerdagi xalqan degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Alloh taolo xalqan kishini jannatga kirdirdi deganning o'zida Alloh taolo qanday kishini xohlaydi shu vaqtda. Tamam, to'g'ri. Alloh taolo qanday kishini jannatga kirdirishni xohlaydi degan vaqtda Allohning buyrug'iga itoat qilgan kishi deb Qur'onda yozilgan. Shunlashqa imtihon borda. Qanday kishini cehennem kirdirishni xohlaydi degan vaqtda mandaq ishqa insonlar cehennem kirdi deb Alloh taolo yozib qo'yibdi. Men ashunaq insonni Alloh taolo cehennem kirdirishni xohlaydi degan gap. O'miz turib lekin amtahosini men jannat kirishni xohladim. Semtahosini men cehennem kirishni xohladim deb bundaq qildi degan gap emas. Bu yer adolat degan bir narsa bor. Bu adolat kelgan vaqtda Alloh taolo eng adil bo'lg'achqa u yerda nima qildi desa
Onunki salohiyati nega to'shidi? Hozir bizda unda qilishni jiqqo. Misol, jannatlik beltini setib olganda qildigan insonlar bor misol. Unda emas ishlar. O Allah Teala'nınki şu cennet kirdiği kategoriye düşse o insanın salahiyeti Allah Teala o insanı cennet kirdiğini halaydı diyen gap oldu. Çünkü bu halaydı diyen sözünü el-Hamiyede Allah manda turuluk ya halisa manda kıl diyen manda nesemesi o. Kudret itibarıyla kılalaydı ama levzi itibarıyla kılmaydı. Çokum özneki işken kanuni boyuş buludu dedi. Çünkü Allah adil mı? Adil he? Ama Allah rahim o. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adilde bir süpütü yok hacım. Ya Allah her neyse adalet kılıdı. Düşündük mü? Bize adalet ki buyuruydu. Adalet kılınlar dedi. Eğer Allah adilli bulduğun olsa hiç kadar insan kurtulamaydı. Uçadık ya Nurgun Müslüp Eldin. Rahman Rahim süpütü var. Bu kıyamet günüsü Allah Teala'nınki kıyamet günüsü ki kıldığı işi ne verirse ne mi? Yevmeyizin hakkı diyen bir ayet var o. Şöyle hakikat hüküm sürdü. Doğru. Doğru mu? Doğru. Hakikatin hemisi ne böyle oldu? Adalet oldu. Bu adalet ne? Her kandak adalet Allah Teala insanlık mı öğütüş bu ne? Her kandak özü mehre şefkatinin özü adalet aslında hep verildi. Tamam. Mesela dünyanın özünde Allah Teala deydi Kur'an'da sizin urug' tuqquninglar bo'lgan taqdirda bu haqtarab turing diye ayet var. O bizge buyruqlu. Ama Allah'ın özününki Rahman ve Rahim diye süpütü var. Eğer adil hem bir dersinde şu özünün adillik demesi üç bulduğun olsa o uçakta o insana eğir kildi. Çok eğir gün kalır. Elbette ama bu yerdeki nesinin diye vakıda Kur'an-ı Kerim'de raziyallahu anhum ve radu anhu diyen ayetler var. Doğru. Bu yerdeki nesinin hemisi ne var diye vakıda bu Allah razı olan adamlarga Allah Teala'nın mehri şefkati buluverdi. Doğru. Ama bu dünyadaki işinin özlüğü Allah Teala bizge prensip koyuyor. Nimde dese urug' tuqqanlarimizga, alag'inlarimizga, baljaqimizga biz mehri şefkat bilan qarashimiz bizga nihoyatda zarur. Ama mehri şefkat adalet bilan bo'lishi lozim. Adaletning asli bo'lishi lozim. Agar balamiz jinoyatni o'tkazib ketib qolsa, jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, balamizni bir yerga tiqib olib biz balam şu jazolanmasa oldu deb balamizni bir yerga tiqib olishimiz yalğandan onun baş işini kıymet deb guvalık ötüşümüz bu Allah'ın adaletiga to'g'ri kelmaydi degan gap. Doğru. Yani Allah Teala kıyamet göz ne qilgan mizan qısı degan iboralar var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun hemmesi adaleti göstergen narsa. Tamam ama adalet emas, adalet kılmayı demek emas. Allah esmasının işi de Allah'ındaki adil degan esması yok demek için. Ya ben o adaletten becerken ismi sıfatı var demedim. Kıyamet göz Allah Teala adaletten iş yapardı dedim de. Şu adalete yapardı onun rahimdile o kaçkı rahimle muamele kıldı demek için. Allah'ın rahmeti hemen nesli kaplaydı demez mi? Yani uyardaki nesli rahim, Rahman Rahim diyen sıfatını, mehriban diyen sıfatının özünü biz tasvirlegen vakıda Allah Teala insanın özünü kıyamet günse sen yaxşı kıldın, sen yamaç kıldın dep ağırıp koysunlar yeterlik boludu. Hem bu yerdeki Allah Teala'nın mehribanlığı nemege qartılgan degan vaqtida yaxshi qilgan insonlarga ortiqcha jannatni yaratib berdi. Doğru. Mehribanlığını ayrı gösterdi degan gap. Bo'lmasa o jannat yaratib bermaydi, yani dunyoning qaqas yerlarga mana yashamayman maylisin, jazolamay bo'ldi. Desa bo'laverdi. Ammo har narsa bo'lgan, har narsa tayyor bo'lgan bir jannatni yaratib berganligi, yaratib berdiganligi bu Alloh taolaning mehribanligini isbot degan gap. Tamam. Ahmet efendim ağzı gevşik oturdu. Bu yerdeki namazınki Uyghur tilida yoki her millet o'z tushungan tilda o'qisa bo'ladiganlar to'g'risida so'z bo'lindi. Uzoqda biz shu namoz bizning yana kirishga vaqtimizda shu sunnatning o'qinini qo'ymay tatlab yurib to'liq ijro qilamiz degan bir zamonlarimiz bo'lgan chog'da shu masala duch kelib nima shunday qilsak bo'lmaydi degan narsani olgandan keyin sababini so'rsak chunki arab tilining fasohat balog'ati bizning tilimizdan chiqishdi. Bunun ifadelengen narsa biz ifadelep bulamayız diyen idi. Şununla ma'qul deb tikemizde.
Keyin qarasak, bu Allah o'zi nazil qilgan, masalan, shu Qur'ondan nazarni boshlagandan keyingi bilim jug'lanmalardan bo'lgan ta'sirotdan Allah nazil qilgan zot o'zi bizdan har qancha yodlab o'zib ketdi deb bersak-mi, o'liqi yanılam onun nimisinden öz biti çıkması mümkün-de. Ayet bağlı. Hem asıl maksadı onu öz biti deyiş emez, belki düşünüp deyiş lazımlığı ilgili sürüldü de ama şu programın asası ana maddesi de. Elbette. Çünkü ondaqda Kur'an-ı Kerim'deki bu narsalarni biz tushunmay deymiz hem de. Bu kılatkan, okuvatkan ibadetlerimiz, kılatkan dualarımız, yani namazlarımızda o zaman qanday düşünüşümüz mümkün? Maqbul olamdı, olmamdı. Hem buniki Kur'an-ı Kerim'in özümü asasen namazını bir narsani bilmegidek holatda namaz yaqinlashmang degan oyatlar bor-ku. Hatto ta'lam ma taqulun deb oxirisida bor-ku edi. Aşı nim devatqanın bilgidek holat kelgan vaqtda namoz o'qing deydi Qur'on. Yani bunun o'zi nima desa, masalan, har qancha aqlli odam bo'lsin, shundaq o'zi hech qanday uningdagi kallasi galdigoldun emas. Ashunda holat turibmi, Qur'oni Karimda hech qanday narsani tushunmaydigan odam shu galdigoldun odamdan o'xshashli bo'ladigan gap. Chunki u devatqan narsani bilmayotdi, biz kichik vaqtimizda Donpaxon tayyaxshi degan she'rning o'zini bilmay aytdik-ku. Xuddi shunga o'xshash narsa mesela. Ve Qulollar odatda tabbat yada o'xshash ayndaq so'rini o'qigan vaqtida u degan bir la'nat, bir insonga la'nat qilingan, uni halokatni tasvirlagan bir so'rlar. Qur'oni Karimda Alloh taolaning qudratini, Alloh taolaning hukm farmonlarini ifodalaydigan so'rlarni o'qishni, oyatlarni o'qishni bizga tavsiya qilyapti. Bu yerdagi mas'ul nima degan vaqtda, shu vaqtda biz Allah Teala'nınki kudretlerini ve emir fermanlarını ifadelaydigan sözler bilen namaz okusak boludu deyen gap. O vaxtda biz Qur'onni o'qiyotdik emas, Alloh taolaning shu maqsadini ifodaladik degan ma'no chiqdi. Yine birisiga o har qancha fasad qilib ketgan taqdirda arabcha uchun masalan o yilqi dengizning suvlari siyah bo'lsin, meni Allohni madilashga yetmaydi, quruq qolibdi degan oyat bormi masalan-chi? Aşağıdan çıkıp durdu ama o. Elbette. Allah'ın kudret hikmetlerini bayan kılış babı dikette. Ama Allah'a ibadet kılışta, kulçuluk kılışta Peygamber Aleyhisselam körsetkini bu hiç bulaş gerek deyip duadan tartip emme nersin karşı yadlayımız. Yani şu göz yaşlarımızdan bile yollayımız hem de papasıyla. Akademimizden bir hem aşında kalalığa vaktimizde adıkımız çıkıdı da babamız Uygurca dualarımız cık kaçar bizden. Yemeğimizde işimizdekine. Aslında duanın bak bekitip koygan bir usulü yok aslında çok. O dua şu kalbimizden içimizde çıkan dua, şu bizden tilemekçi olan, arzu kılmakçı olan nersimiz Allah diyerlesek, şuna mı ya? Bu çağda bu hakiki dua olur. Çünkü babamız şu o peygamber adedep diken, o şeyh madedep diken en yaxşı dua iken da hakkındaki nemesi kopya kılıp, kopya pas kılıp onu desek, o bizden dua olmaydı ki. Elbette. Hemeden üzgüçlük halı var. Okşumaydı mesela. Her adam özünün derdine diye alış gerek demedi. Şu. Bu batın yana ayrım ügünüş lazım deyip oylayman. Yani bu Peygamber Aleyhisselam'a teşekkür oturup durup salam yollaydıgan İbrahim Aleyhisselam'a dua kıldığın babe. Yani namazdan teşekkür kısmını düşündürüş lazım ki, şuna ziyaret biraz toxtalmadık. Ötkende o bek kısık qapta teşekkür degende aslında ahirki onu qari deydi, ahirki olturuş o farz emas. Eğer farz olsa, mesela iki secde qilib boldik. Qilib bo'lgandan keyin o namoz oxirlashdi deyli, ikki rakat namozni oxirlashtirib bo'lgandan keyin o'ltirish farz emas. Agar o farz bo'lsa, o ularning orasi bo'lgan vaqtda ular sajda qilgandan keyin, bir guruh sajda qilgandan keyin chekinib, mudofaa tutsin, o'qimaganlik kelib sinoval o'qisin deganning o'zida nima deydi desa,
ular teşebbütte oturup onundaki çekilsin demedi Kur'an. Eğer o teşebbüt farz olsa ular teşebbüt olturmaganlığı için namaz pas oldu diyen gap oldu. Şunun için bu yerde ahir teşebbüt neme emas, ama bu yerde faqatla qısqa bir duanın özüne Rabbik birli vel valideye vel mu'minin yevmi yakumul hisab Arap yoksa, ma'nosini bilse. Ya özü Uygurca qanday bir duanı qısqa bir duanı qilib ekan, salam berib bu yerda asosan bizga ko'pincha odatlangan yoki qiliplashgan duo uslubi avval tashabbutning duosini o'zi o'qiymiz, atahiyyatu lillahi ve salatu boshlangan. Ondan keyin Allohum salli ala Allohum barik alani o'qib bo'lgandan keyin Allohum robbina deb tugitimiz endi. Oyog'i qo'shimsak. Bu sizlar deyotgan duoning asosan hammasi cheklangan duolar bu-ku. Ben şu dikkatimizi çekken edi, şunun sebebini ünlüler, onun nemiş kılımız endi. O yerdeki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen sözün özü mü? Bu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen doğru emas misal. Demiş ki şehadet diyenni aldığımız tuğan nemige deyilgan söz. Peygamber Aleyhisselam ölüp ketken 1900 olgan olsa biz qanday onun şehadetini qilib Peygamberge şehadet aytan degan Kur'anda mı yok? İman aytimiz onunla. İşinimiz faqatla. Onda olsa bizden İslam'a kirgen yan adamlarga mı aşın şüphet öğütüp kilatıdı o azı kadar. Ular klasiklerini öğütürdü da bu İslam Kur'an'daki ne yazamaz o? Onda da Allah'ım salli ala Allah'ım barik ala degenin özü bu dua mı emas o? Dua emas Allah'a buyruk düşürgen bir narsa o. Şoňalky innallaha ve malaiketehu yusalluna alan nebi degen ayet okulgandykilla şu yerler pısıldap lekin Allah'ım salli ala Allah'ım barik ala okuyduk o. O alqı neme emas, dua emas, Hudaga bir dua emas, ameliyatda Hudaga buyruk düşürgendek bir narsa bu. Zaten muşu hazır hacıniki babı geleceğiz onu sözleyimiz. Hacının özü mü alqı lebbeyk Allahum lebbeyk diyenin hemmisi şu tarihini okusa çıkıdı. Mekke müşrikleri İslam'dan burun deydiğen söz aşu. Oy bir şey. Hiç kandak onun nemizin Arap'ın tarihini okup görsen aşın çıkıdı. Hemmisi Allah'ım neme Allahum leke lebbek la şereke leke lebbek innel hamdu ve nimet degenin özü ahirde ma'ak degen ibare bolgan. Oş ma'akni öwetdi. Sınavlı birge yen bir Huda var degendekçi o. Anda bir näsler oldugan oniki. O aşu müşrik wagtida deyildigan bir nemele tekbirle misal. Kur'anda onda bir näs yok. Kur'anda hac faal zalikel hac degen neme zalik diyen ayeta Kur'anda hac faaliyetini düşündürüp hac degen meni muşu deydi de Allah Taala. Men muşu boyunca kılsan hac kılgan bolasızlar degen gep hemde. Bu yer onda gep yok. Hacnik faaliyeti doğruluk sözge vaqt deymiz Hudaýym doğrusu. Okey. Ama hazır muşu burun soruluş tegişlik meselede ma meşahatine ait çıktı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyiş lazım. Sen imanını müjde etmişsen bulmaydı dep mesela yeniden İslam kirgen vaqtlarımızda mı ya qaytıp kelgen vaqtlarımızda mı muş gepne hazır kadar değiliz hem de enenevi İslamımızda. Zaten şahlık guvalık bir iş hem de. Şunun muşuna guvalık verme de tercümesini sorsak aşlar deydi. Adım mesela bir sot mahkemesi gibi verip ma adamın guvalık verse sen Ahmet'e bağ mı tam köydün mü? Bir bu kadar şahitli bulaştıkçık amillarını soraydı da eğer o amillar tepilmişse senin salahiyetin guvalık bir salahiyetin yok deydi. Çünkü muş mesele hazır hali çoğun mesele çok biz hazır çünkü biz dinni bilimiz de düşüngen yıllap tiz çöküp medreselerde mekteplarda bir qancha diplomni qo'ltiqlab yurgan insonlarmi hozir qadar mush masalada taqa bir cham yiqib qarab baqmoqliq unanga shunga bekrak qo'llayotganim buki bir şahitlik salohiyatimiz yo'q holatda shunga shohid bo'lishga o'gitilib ashunda keldik hamda bular ichilib qoldi bu so'z unda biz ikki rakat namozni sajda qiyom ruku secde dedik. Şunama?
Qiyam ruku secde dedik. Teşebbütün pek nimesi yok dedik. Perz emas dedik. Yani namazdan 6 perz içinde 6 perz teşhiler de öğrengen. Bu Kur'an'ın özde mesela kıyam, ruku, secde var. Andakin her bir ruku, secde nima alqı qardaydi, alqı qud degan oyat var o. Qud degan ikki secdening orasiga o'ltirish. Aşı vaqtning hammasi nima qilsa degan vaqtda Alloh takbir ayting degan oyat var Qur'onda. Allah takbir ayting degan o'zi ruku qilganda, secde qilganda hammasi biz Allohu akbar deymiz-ku. Rabbana lakal hamd deymiz-ku. Muşunun hammasi takbir oldu. Aş takbirin aytish hammasi Qur'oni Karimda va kabbirhu takbira degan oyatniki ma'nosiga uygun keldi. Takbir aytimiz degan gap bo'ldi. Hem oxirgi tashahhudning o'zi farz emas deyishimlik sebab va nima ma'vo hidoyada u farz deydi ekan. Aytganda birisi buni ko'rib chiqdimi? Burunmi ko'rgan zaten. Farz deydi ekan, ammo u farz emas nima uchun degan vaqtda bayman degandek o namoz tuğalını bir grup insanlar namoz turib secde qilib bo'lgandan keyin oxirgi chekinsin degan oyatning o'zidan ular tashahhudda o'ltirib uni oxirgi chekinsin degan yo'q qo'yadi. Ammo mishada agar secde rukudan birsi qisqardi hatta. Chunki ish harakat edi. Bir rakatdagi farzlar qisqarib ketdi emasmi? Uning qaragan chog'da tashahhudni agar farz bo'lib qolib qolsa, qisqartish ehtiyoji bilan qisqartildi deb tushunish bo'lmaydi o'shada. Ya Kur'an'da bo'lmasa qanday deymiz uni? Ya qadirsiz deyilki, agar farz o'qimaz qisqartirilmaydi dedilar. Undaqda ikki rakat ekanligi aniq bo'lgan bir namozdan. Bir rakatdan o'qib chekingan kishilar yana bir rakatdagi farzni tark etgan bo'lmadimi? Bir rakatdagi nemisini dedilar? İki rakatdagi har ikkilisi farzgo. Birinchi rakatdagi qiyam ruku sujud mu farz, ikinci rakatdagi mi farz? Bir rakatdagi sujud, qiyam sujud rukudan tugatgandan keyin orqaga chekinib mudofaat to'g'anlar. İkinci rakatdagi bir qitimli qiyam ruku sujudni tark etgan bo'ldi. Albatta. Unidagi Qur'oni Karimdagi ve iza zarabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat degan mushkul holat qilib qolgan vaqtda yo tahdid ostida qilib qolgan vaqtda namozni qisqartsanglar gunoh bo'lmaydi degan ruxsat asosan u namozni qisqartgan bo'ldi. Imom ikki yil jamoatga imomlik qilgan uchun u to'liq o'qigan bo'ladi. Jamoat bir rakatni o'qib namozni bir rakatga qisqartgan bo'ldi jamoat. Demek bo'ldim, osh qisqartgan yerda farzmi qisqardi-da? Qas farz. Ikkinchi rakatdagi farz. Albatta, shuning o'zini qanday vaqt qisqartirdi insonlar? Ikki rakat namozni qanday vaqt qisqartirganmiz? Hayotimiz tahdidga uchrash ehtimoli bo'lgan vaqtda, shundaymi ya? Xavf namozi. Buni nurg'un olimlar mayda qo'rqinamiz deydi. Qo'rqinamiz degan namoz yo'q. Bu yerdagi inson qo'rqinchli ahvol ostida namozni qanday o'qiydi? Mana naslda bu. Tamam, onu tushunishga oldu. Ama aslının teşahhudning farz emasligi to'g'risida keltirgan bayonlarga ko'ra, ikkinchi rakatda odamlar ikkinchi rakatda keyin orqaga chekinib tursin, yana birisi kelsin deganini qarab turib, bu nimani yo'q dedi-da, farzdan qatorida emas dedi-da. Farzdan qatorida emas. Shu agar farzni qatorida bo'lsa, u namozning ichidagi bir tal farzni qilmasa, tamam. Odam qadaqan bo'lsa vaqtida namoz bekor bo'ldi, shundaymi? Okey. Unda namoz bekor bo'ldi demaganligining o'zi Alloh taolo demak ki o odamning namozni to'liq o'qigan bo'ldi degan gap. Undaqda bizning hozir an'anaviy o'qiyotgan namozlarimizdan 2 rakatni bandat namozda deyli. Bandat namoz hammalar biladigan bir namoz. Qanday o'qisak o'lchamlik o'qigan bo'lamiz. Shuni bir tafsili bir tafsir. Buni nima degan vaqtda 2 rakat namozni o'qib masalan ikkinchi rakatniki oxirisida biz sajda qilib bo'ldikmi? Sajda qilib lekin beshimizni sajdani ko'tarib lekin assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh desak bo'laverdi. Namozni chiqqan bo'lamiz. Yani teşahhudda o'qimayman. Bu yerda qisqa bir duoni qilib, "Ey Xudo, meniki bu shu namozni o'qidim, men bu namozimda bir
kem qilib yerler olsa yoki xato qilib qo'ygan yerlerim bo'lsa kechigin degan bir duoni o'qib chiqsak, u mu bo'laverdi? Yana. Masalan, Sura Baqaraning oxirisida Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana degan oyatlar var emasmi? Duo. Başına qo'yib bir tal duoni qilib chiqsak, u bo'laverdi. U vaqtda duo qilib birga chiqqan bo'lamiz. Yoki bo'lmaydi secde qilib lekin salomni berib oxirida yana Xudo mana shu namozni o'qidim, ham buni unutib qolgan yo xato qilgan yerlarim bo'lsa ketyo deb o duoni qayta qilsak, u mu bo'laverdi. Ammo namozniki oxirlashishi ikkinchi sajdani qilib bo'lgancha oxirlashidi. Ikkinchi rakatniki ikkinchi sajdani qilib bo'lgancha namoz oxirlashidi. Qur'onda ishlat tursa bu. Ammo hozirgi men o'qiyotgan namozga biroz o'xshamaydigan yerlar bo'lg'achqa, inson aniq tortishib bo'lsa, manda qanday biz hozir manda o'qiyotsak deb kallada har xil o'y bo'ladi. Agar aslida ko'rsa inson unda nima qilmaydi. Hamdaliqqa unda bitirib qarasa, boshdan oyoq gul chiqarib etgan hamdaliqqa har bir suchimigidek debdi-shu, bakayari yo'q, hamma yerga gul tuzib, uyning ishini bir joqdan qo'yib bizib etgandek, ibodatdan ishini obdan güzel, chiroyli yasab qo'ygan bir görünüş vardı şu enenimizde. Ama yan bir tarafımızdan karşı tokkudan bir töttamның arasından kalımızda hem de hazır. Bu kadar basmada karab durup mayan karsa boyran uçup, ayan karsa köz kamış ikisinin arasında kalırgan bir avval şeklini kalırdı şu. Bunda avval aslında hem de şuna mesela ölçü enenimi namazımızda bize Allahu Ekber'de kula tekbir bilen kolumuzu götürmüyoruz. Kolumuzu manda koymuyoruz. Secde karar durup Subhanallahümme. Onun icrası Kur'an'da yok. Bununki özü her insan özündeki adeti katta kısı buluverdi. Mesela biz harem duaga vaqtida haremde onda kolu ağlap durgan insanlar var. Bizim kolu ağlap durmuz go. Bazıları iki kolunu manda iki taraf düşürüp durgan, eskerek durganlar var. Bazılarının özü manda neme jürgünü tutup durganlar var. Mesela bak işte bilgini tutturganları var misal. Bunu biraz hata deb düşünüyoruz yani. Muşunda her türlüleri var. Bu Kur'an'da ondak neyse bombagandaken bununki özü zaten iki kol kandak tutusu boldu diyen gap. Xudoyga hozir Kur'an'da on kolu tamak yeş ya sol kolu tamak yeş degan bir ibara yok-ku. Tamakni zaten haram yemesang boldu, qas kolu yesang boldu degan boldu. Bunun özü. Sen onda degan bilan bizim bir Türk bir ustaz var, kardeşimiz, dostumuz. Şunun bir hayırdası varken de Irak'tançı. Şia bilen Sünniler uruş bitirdi bu. Yani birisi manda yerde namaz okuyanca manda okumaydı kendi. Bak onu manda koyup verip tüz okuydu kendi. Şuna manda kılgandan ki, şuna kılgan karşı Mişer'ga şu öyle ki bilmede yağaç kılıp mı, şıkılıp şu mıhlap yağaç kuşu koluna. Minda tüz müda okuyusu edip şu. Ayda bir ceza kılgandan ki gibi varmış. Şular işte hem de birbirini çağ. Bu halkı bir hem de ne diyeyim hem bir eskilik desek olur da. Ama bu halkı insandaki kandak duruşu o yerde kıyam tutsa boldu. O kas halet tutsa onunla eyiplaşka gerek yok. Her millet özellikle misal bizniki nemi adetimizde bir adamın aldıda hürmetli tuğa vaxtında kolu bağlap igilip durmuz go. Kur'an'da huşu bilen turuşunun özüne buyurdu Allah Teala. Allah Teala'nın aldı biz en hürmet öyle bir adam hürmet kılış haltı tuğa vaxt kandak durmuz. Unutun bek hürmetli turgan bir haltımızı şekillendirip Allah'ın aldı mınak tutsak buluverdi. Bir kısım başka yerde hürmetli tuğa vaxtı belki iki kolunu iki taraf kuvvet turgan buluşu mümkün. Onda hiç kadar problem olmaydı. Ürümçide bana problem boğan. Yeni namaz başlamak bana tutup kaptı kendimden bu çağı biraz Vahabi kendimden. Yaşlı Vahabi kerilalıkı nime koyalım sopiço. Hanefi. Manda toğan dike şu dongular yalakı caminin imamı kopap dike seninki manda kıp durgan binasan boğan dike. Nimiş manda kıp dursa sen ayal kişmeten o bu. Nimiş çadır kıldın ki yeri alırsa demiş. Aşını da tırlap gitti. Namazdaki işkin takılı tayak yılı var. O sakçı kapıp bir tık şu.
Muşunda biz sünnetni kaçak keltirimiz. Eğer bir sünnetni keltirsek, manç şehitnin sahab edip, biz sahab kılışımız dep avara. Onun için amin desek, asmandaki perişti bilen, bizden avazımız bir yere doğru gelip kılıp, uçuşup gelip şu, doğru gelip kalsı şundan bu, nait makbul olup gitti. Diyendek şu, aşağıda gavgalı bilen, kırıla bilen, yaşların oturusunda acayip çok yan hanlığa açıldı şu. Yaşlarniki ölse, kırılanınki nime kılıdıgan, biz kırılan desek, bu kırıla depçi, bir kıtı goğusan kırıla, muşundan nime kıptı. O derecede birbirimizge ayrıldık ki cemiyet bölündep ketdi zaten. A'lık namaz okuyduğanla okumaydıgan o cehennemge gitdi. Namaz okuyduğanla mı çöm? Birimizde ayrışıp aşında ziddiyetli olup ketdi. Bunun paydasını kim gibi oldu diye çağda ahiri şu. Xitay oldu. Hem de o Avrupa'da biz biz gibi 5 kilometre etrafı gelgan bir camimiz var. 5000-6000 adam namaz okuydu. Aşının içinde aşı haremdeki görünüşün hemmesi var. Her türlü aşında adam var. Hiç kim böyle işi yok, namaz okup çıkıp gidivermez. Aslında Müslümanlar bir insan hakları degan narsa var. Birisinin huquqiga hurmat qila oladigan bir holat shakllansa inson musulmonning kallasida bunday narsaga o'rin qolmaydi aslida. Ammo bu huquqini bilmay, hamma odamni sen menadek bo'lishing kerak degandan bo'layotgan narsa u. Hatta mishadim şu. Ba Diyanetning imamı namaz okusa, onun iqtidor qilib namaz okusa, shuning bilan bu namoz qabul bo'lmaydi. Vatandan battığı hükümetten maaş aldığı imamın arkası namaz okumaydıkçı mesela. Diyen gepler varçı. Bir şey demiş şu. Onundaki yüzü məxsus selefi için namaz okuydu da. Ayrım ikinci. Allah çıkışını sakla oturup. Bundaki Allahu Ekber deplamçı. Namazı başlaydı çıkıp atkallah. Namaz okup çıkıkla. Maşı maguyla karar. Bizge iktidar kılma bizleme okumay. Özde ayrım okuvaldı. Bildi de ayrım okuvatkallık hemen. Mühinde dereceden. Eyvallah. Şu halkı Müslümanlıktaki halk seviyesindeki karşı tüven bulup ketkenligini ispat. Olmasa o yerde yer bir adamdaki o tuğan turkullarına mani etip onu baha veriş hiç kimden hakkı meselesinde. Endi aldınqı programda suallardan bazıları da atlap ketdik dep oylagandik. Keyin tekrar anlagandan keyin zim bo'ldi o jek meseleler. Ama şu deganimizdek enelmizden vaz keçmek emas ve ikkinchisi bu ölçemlik deyilgen yoki to'g'ri deyilgen yolda dadil bo'lmoqimiz uchun ya'ni binash kamda odamda. Jur'at bo'lmaydi bu insonda o'ng'ay. Bu xil ahvolda aslida tangirqash yoki bir rahatsizlik bo'lganlikda qanday bir tavsiyalar bor? Endi biz Müslüman bo'lg'ili 1000 yil bo'ldi deymiz. 1000 yil hozir 1100 yil bo'ldi deymiz. Sutuq Boraxon 920-yilda islomni qabul qilgan bo'lsa. Endi 1000 yildan birisi biz Qur'oni Karimdan dinni o'rgangan vaqtimiz qanchalik uni bilmaymiz. Misolda onun uchun vujudimizga tegi-tegidan singib ketgan bu rivoyatdagi din singib ketgan bo'lg'achqa ondan chiqish insonga bek o'ng'ay to'xtamaydi, chunki o'zining e'tiqodidan chiqish o'xshashingda og'ir bir narsa. Ammo haqiqiy islom dinini qabul qilaman zodi desa, u vaqtda bu Qur'on ko'rsatgan dinni qabul qilgan vaqtda haqiqiy islom dinini qabul qilgan bo'ladi. Bo'lmasa Qur'onning sirtidagi narsa qarash orqali Qur'onni islomni qabul qilish aslo mumkin emas. Bu rivoyatlarga va hokazo qarash orqali yoki fiqh qarash orqali hech qachon islom dinini qabul qilib bo'lmaydi. Fiqhning o'zida biz ibodat, aqida sohasida bir so'zlab qoldik. Ahkam sohasi to'liq kirgan vaqtda, jazo va hokazo sohasi kirgan vaqtda inson o'zi mushumam qandaq bir endi shu islomniki bir ahkamlar bo'ldi degidek darajada bundaq razil ahkamlarni kirdirib etgan. Onun üstüge Müslümanlığındaki muşkun qilib tüp sebebi Müslümanlar rivayet diniga, bulum Uygur Müslümanları Uygurlar rivayet diniga işengenlikten
Allah Taala insanı qutquzdu deb tushungan diniga ishonmasdan insonni xarob qilgan, arablarni vayron qilib etgan, arabning ko'ni klassik dinini din qilib ishongan bo'lg'achqa musulmonlar bu holatga keliklik misolda. Shuning uchun bizniki hamda xalqimizga, qarindoshlarimizga deydiganimiz nima degan vaqtida bizniki mushkulga kelib qilishimizga sabab bo'lgan narsani tahlil qilishimiz lozim. Namozmi mushuning ichida? Keşke namaz bilan bo'lib, her zamanındaki ilim fen, şu zamandaki o'zi etrafıga qildigan sayohat va kazan qilish orqali o'zining do'st dushmanini to'liq arib, dushman bo'lgan o'zi nafratini, dushman bo'lgan qarshiligini ko'rsatib, vatanni saqlagan bo'lsak, bu holatga qolmaydik biz. Mushniki saqlayolmaslik bütün sebepler nerede degan vaqtida, men bu tarixni jiq o'qigan bir odam bo'lish sifatim bilan %70-80% mushu dinniki sababi bor. Onun üstüge biz vatandagi vaqtida biz qog'liqda o'qishni bitirib kelgan vaqtida misol bizni chaqirgan odamlar shu meshning imomlari chaqatdi shu vaqtida. Bütün meshning imomlariniki %80% Xitoyga ishlaydi desak bo'ldi shu vaqtda. Atrofda sal o'z ovozi tom chiqadigan yoki bo'lmaydi. Biz millat mandaq qilishimiz kerak, Uyg'ur degan mandaq bo'lish kerak deb qolgan odamlarni shu saqchiga chaqirgan insonlar shu imom Mayzilli bo'lgan shu vaqtida bular nima uchun ashta qildi degan vaqtda bular haqiqiy bir dinning ichida bo'lmaganligi uchun setishning o'zini dinning bir parchasi hattoki Xitoy hokimiyatiga qarshi nimalqi bo'ysunish shuning hammasining o'zini dinniki bir farz qatorida hisoblaganligi uchun millat mahalga tushib qolganda millatniki milliy ruhini o'ltirib etgan Xitoyga bo'lgan nafratini tamoman yo'q qilib etgan butunlay arabning kitoblariga arabniki shu madaniyatlarga ergishadigan shuni din deb hisoblaydigan bunday holat shakllangan. Bundan chiqish kerak. Millat o'ziniki milliy kimlikni qaytish kerak. O'ziniki milliy madaniyati, milliy urf-odatini asliga keltirish kerak. Arabniki kiyimlarning ichiga kirsa, islomning ichiga kirdik. yoki arab madaniyatining ichiga kirsa, islomning ichiga kirdik deb o'ylamaslik kerak. Islom ayrim bir narsa bu. Arabni hurmat qildik, bizniki undaq ishimiz yo'q. Arab bizniki hurmatimiz sazovor bir hali yo'q. Bizniki tarixda nurg'unlagan o'zi madaniyatlarni yaratgan, davlatni qurgan bir millatning avlodlari biz. Uning uchun bu yerda nima degan vaqtida millatimiz o'zining milliy kimligini asliga kelgan vaqtida milliy ruhini uyg'otgan vaqtda, milliy ruh asliga kelgan vaqtda u vatanni ozod qilamiz, haqiqiy Uyg'ur bo'lib yashaymiz degan narsa bu yerda bo'ladi. Bo'lmasa hozir mana ko'ryapmiz-ku. Turkiyada olsun, masalan, Namnada olsun, Uyg'urlarniki xotinlari vatanni Xitoy elyapti deymiz. Vatanni sirtitchu. Uyg'ur chiqmayapti-da. Uyg'urni yaratmay boshqa millatga tegyapti-da. Uyg'urning 4-chi xotinligi emas, 5-chi, 10-chi xotinlik tegish lozimki, ashuni tegishga rozi bo'lish kerakki, boshqa millatga tekkanning o'rnida. Sen Uyg'urdan bir yo 2 bola tug'ding, sen Uyg'urning onasi bo'lsa, Uyg'urliging davom qildi seniki. Agar sen din qayrindishim Arabga, Turkga, o'z faloniki deb uni tegiversang, millat nerede qolib qoldi shu vaqtda? Bizning bu yerda bu Qur'onni o'tirga chiqishimiz sabab nima degan vaqtda? Qur'on her millat o'zining milliy ruhi bilan, milliy kimligi bilan yashashni tashabbus qildi. Buyurdi Qur'on. Her bir millat Alloh taolaniki bor va birliginiki bir delili qatori sanaydi Alloh taolo Qur'onda. Bu necha qadim dedik misol. Uning uchun Alloh taolaning bu milliy kimlikdan iborat bu oyatining o'zini saqlash va uni davomlashtirish hozirgi Uyg'urlarning vazifasi degan gap. Faqat erlarning emas, ayollarning vazifasi. Kimning puli olsa, uni ketgan. Nima bu? Bizniki ot-bobomizning deydigan gapi bor. Boshqalarni qiz olsak bo'ladi, qiz bersak bo'lmaydi deydigancha. Nima uchun degan vaqtida? Ammo vatan sirtida bo'lib Turkiyadagi yerda başka Türklerden kız alsın, yakama Türklerin kızlığı, Türklerge kız versin, her ikisi yok oldu Türkiye'de. Türkiye'deki yerde. Yok olganı gördük o yerde. İhrak kalan insanlar var yerde. Onun için ne diye vaqtida? En eski Uygur, başka milletin en esil, en o'zi boy, en alimidan yaxshi degan narsa kallamizda bo'lishi lazım. Bu bir xil irqchilik tipiga kirib qolmadi bu xilon.
irqchilik bo'lmay turib dinning o'zini asliga aka olmaydi. Chunki biz o'zimizning milliy kimligimizni asliga aka vaqtda boshqa millatlar barobarlikni hosil qila olamiz. Barobarlikni hosil qilish Qur'onning tub maqsadi. Undaqda tushunamdi. Barabar holatga kelguncha irqchilik qilsang qil, ammo barabar bo'lib qolgandiki irqchilik qilmadimdi. Barabar bo'lgan mesela vatanni mustaqil qildik deyli. Vatanimiz mustaqil bo'lgan vaqtda boshqa millatlar to'qisi baribir o millat tabiiy holda uyg'urib cho'ng'ilaverdi. O uyg'urdek qaziniga tushdi o. Aşağı qaynab uyg'ur bo'ldi. Hacının demek çoğuna irqchilik qil degan tashabbus qilmaydi hacım uchun. O'zingning millatini qo'g'da demoqchi. O'zingning millatini yashab. Bay degan gapning o'zi mesela milliy Qur'onning o'zida ve min ayatihi halqus semawati vel arz ve ihtilaf elvanikum ve elsinatikum inne fi zalika laayatin li ulul albab degan oyat var. Osmon zemin ve insanların tili, rengi Allah Teala'nın bar birliğindeki delil ispatı deydi Allah Teala. Doğru. Biz bir millet buluşumuz Allah Teala'nın delil ispatı. Allah Teala'nın bar ve birlik bo'lgan delil ispatının bir tili deyen gap. Biz bu delil ispatını saqlash bizning vazifamiz deyen gap. O irqchilik qilib bu yerda men degan alomat millat, sen degan nima o degan gap emas o. Bizmi boshqa millatga o'xshash millat bu yerda. Biz yo'qolib ketyapmiz-ku. Yo'qolib ketyapmiz uni ustiga. Xitoy yerda majbur o'ltiryapti. Majbur osmonasiya qilinmay 70-80 milyon qilsa, oxiri kampda qo'ydi, shundaymi? O yerda boshqa bir masala. Yani yine bir kamp usulü adamın kallası yine Xitoyga qarshi bir ideya, bir xil nima chiqdi. Chiqqandan keyin bir kaptı-chu. Onda bir narsa bilan chiqdi uluchu. Texmi milliy bo'lib chiqdi-chu. Xitoy yo'qdiman degan bilan. Ammo chet elda bizning arablashib ketishimiz, bizning xotin qizlarimizningki, erlarimizningki kallasiningki arabning parasining sopuni bilan yuyilib, avtomatik holatda savab ümit kütüp hatta Allah'ın tili, cennetin tili, Arapça de mandak Allah'ı şirik keltiriş işkellikini bilmezsin. Anda halette öz avtomatik halette yüzü tutup bir işlemdi kanda. Avtomatik halette könülde halap asimilasyon bulup gitişi hem de xatarlik demek için. Elbette. Bu aşeddi bu şu. Mesela moş işinin özüge, moşunda asimilasyon olup gitişinin özüge nemi sebep vardı dese, bizdeki milli ruhimizdeki doğmaganlığı, milli kimligimizdeki territoriyasının özünü bilmegenligimiz bu sebep vardı da, eğer biz şunu bilsek, o vakit nemi için biz başka milletlerden kılımız? Biz kanda bilimiz mesela çok acı. Kişigidin tatip kallasıqı sahabalarının tarihi, asmandaki çolpan, yıldız, andagay. Keş kişi şu nersemdi. Çünkü bir Uygur'dun ki tarihini ügetmese onun koçu. Onu eğer ügetip kalsa, Uygur dep salsa, cehenneme kirip gidiyordu, millet çok kalırdı ço. Ayında dep mıkıgan olsa, o insanın ömründe Uygur'a ait tarih yok. Coğrafiyelik bir nesim yok. Hiç kadar bir nesim yok. Kuru bir kalla, Arap'ın sopunu bilen, Paris'in sopunu bilen, yuyulgan bir kallada Uygur'a karta bir nesim bulamdı. O boğamagandaki üzdün milletine kadar yaxşı küreleydi bu adamçı. Elbette. Onun üstüge bu yerdeki yani xatarlik bir nesi var. Misal ma o ballığa qantil mektebi degan narsani echatimiz hozircha. Bizim ma Londonda bor bu narsa. Aşnağı elipbek kitabını chiqiriqliq. Chiqa yerin o'ziga mushuk chashqanniki. Andaki qaq qo'zg'onniki ashundaq hikoyalarni to'shqizib o'tibdi. Aşağının o'ziga shuning o'rniga sen o'zingniki qahramonlaring bor, milliy qahramonlaringning ismini, davlatingning ismini, davlatingning jo'grafiyalarining ismini misolda o'zingning madaniyatiga doir narsalarni yozsang bo'ladi. O'sha kitob yozganlarga deydiganim ma'voda. Sen u yerda mushuk chashqanniki ishining nima ishi bor? O'tgan ma'vo kichik o'qiyotdi bir narsaning o'zini mushuk an deb, chashqan an debdi. Buning nima foydasi bor bizga? Misol yani bu küçük balalarning ders programı asasen ularning aqlini eshitishni maqsad qilganligi uchun mazmun
milliy kimlik yoki diniy kimlikka bek ig'irlik berilmasin bo'ladi deydigan qarashlar bor endi. Tamam. Bundan olsa İslami matematik de kitapla çıkılır. İslami ilipbe degan kitapla çıkılır. Mesela. O derikçide en yama yeri Peygamber Aleyhisselam to'g'riliq şiirini yod oldi balacho. O tug'ilgan chog'da anda bo'lib 4 yosh kirgan chog'da manda bo'libdi 40 yosh kirgan chog'da o anda bo'lib degan bir şiirini maqatib o'qidi bilsa. Tamam o'qisin. Lekin sen aşı balaning o'zi Sutq Bug'roxonni bilamdi. Mahmud Qashqarni bilamdi, Yusuf Qasojevni bilamdi, G'enovatorni bilamdi misolda. Uyg'urniki Qarxonlar davlati degan bir davlatni bilamdi. Va shu vaqtdagi davlatlarimizning bayrog'ini bilamdi aşı balalar. Shu vaqtda qurgan podsholarimizniki ismini bilamdi. Biz o'gindigan o qadar jiq narsa borki, ammo aşı narsaning o'rniga ashundaq narsaniki ismlarini yozadi. Onudaki mektebin etiqimi Hira Uyghur mektebi. Hira teqidin başka tağı yok mu? Tengir teqidi mektebi de koyamamsa onun özüne. Tehlimakam dep koy. Tarım dep koy onun özüne. Mahmud Qashqar mektebi dep koy. Meylanla balı kapılap gitmişsin açı. O balının kılgatqa şeyler nima başka ma'rif sahasida özünün jinniga nisbatan yani özden çoğuş kılılar olar. Hem şu sahada yani hacim demekçi Hira emas Uyg'un iştepçi mi da yakımızı tercümesini. Hira'nın bir gerek var mesela. Evet. Peygamber Aleyhisselam kirip ketken bir gar ki. Bu Arapla onun bir kadri yetip ketken yeri yok. Uygur'undaki bakan dokkas onu töpsü ne çıkart meşlise paşada kıldı öyle. Bu alıkta baştan ayak körülüp atkan bir hatalıktan ki yeni bir ifadesi şu. Aşkanın özü mü? Zemzem aşkanısı. Misalda. Aşkın koyuyor Arap. Bizdeki yok mu o suyun özü bizde, onun tatlı sularımız var bizdeki. Misal. Aşkanın özümüzün ayda kahramanların etini koysa, ballı isimini yadlaydı. Ballının kallısına ners düşürdü. Sizinki nimeleri düşendi hamda Allah razı olsun. İnşallah bu milli ruh hakkındaki nimene ayrım tema kıldı. Namaz hakkındaki sizin ahirki şu sual soradiganlarmi aslında şirketde mi bulunmuş kalkmadan yo'qolib ketdi. Hal ko'rayotganda. Bayatı ben Facebook'ta görgettim. Yumur olganda şu program başlangan çağda böyle yumur olgan. Manda qarab baksam to'g'ri gap qilgan ezib ketmay deb anglamayapman degan bir gapni anglagan. Ajna bo'lib ketmay deb programni ko'maydigan plan qilib. Bilbiston peşlerini tartib bilmedik. Allah hidayet qilib qo'ysa ko'rib qolar inşallah. Namaz hakkında sual menşimi tügümedi. Çünkü namaz İslam'ın rukunlarından biri. Ölgendeki illam kıyamet günü birinci olarak sorak tartılgan narsa namaz degan ruh yoki tushunchada cho'ng oldukda. Shundaligimizga bakmay, Bag'dodda biz hep to'shmaydigan. Cuma kundan boshqa camilerimiz adam ko'maydigan. Müştak bir millet olduk hem İkimiz Müslüman. Birisi bilemedik hem de. Bir burader bormuş gap kılıp bizim ilanın astık uçu. Bizim ezip ketmeslikimizde tavsiye kılıp onundan keyin öydün koçuğu çıkkanda okuyduğun dua Kur'an'da var mı? Mescid geldi okuyduğun dua ondaki asansör alaka liftki çıkan çağda okuyduğun dua onu da düşken çağda da bunu bulgan yapda kıttem uçu. Burada kendim şunda ayında çakıldı dua okunada bir ayet var mı hacım? Yok. Kur'an'da yok nesine kılıç kışkana hacet yok. Tamam. Ama abi nimene misal aladık o abi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve mursaha mı? Bismillah. Hiç kadar olmaydı. Bismillah çıksa bulurdu ama o illa koyardı bir saat dua okup oturuş kışkanda hacet yok. Bu gapga men Norvegiyaga vaqtimda duş kelgan. Asli bismillah. Allah'ın isminden başlaştı ki maksat hacım.
her zaman Allah'ın zikri kılıp Allah'ın digini oyunca, şundan mı ya? Toğra, katlaş kalışkı rayı kılıp birisi üstü atmay, şundan mı ya? Hakkını hakkı kiymay. Ayında mengişine, bizge hatırlatışına maksat kılıdı Allah. Şu bayatlarken Akimus salat li zikri deganni nim qancha dedik qo'sh. Har qanday ish qilgan vaqtida shu ish sohasida Alloh ko'rsatgan narsani esingdan chiqarib qo'ymasliging kerak degan gap hamda. To'g'ri. Masalan, bizniki o İstanbul'daki nemining o'zidami Lipning o'ziga 2 odam chiqishga bo'ladi-ku. He. 2 odam chiqish bo'ldi. 200 kilomi, shunday mang'osh 90 kilo kelgan odamda 2 chiqsa bo'ldi. Uni 3 odam yo 4 odam chiqma degan gap hamda. Shu. Chiqsa tushib ketsa degan gap. Shuni tushib ketgandan keyin anday-manday deb beymanchilik qilgan gap. Shuni har narsaniki o'ziniki bir nemisi bor, tartibi bor, shuni rioya qilish bu nihoyat muhim degan gap endi. O Bismillah'ın milli qıtım da, belki duanım 2000 qıtım okusuma bari bir. 2 adam çıkıdığın liftki 6 adam çıkıp alsa çüp gidiyor uç. Elbette. O Bismillah onu kötemeydi ki. Endi maşinning tipimi o kadar köp ki, hatta bir markadaki maşinning manchinchi yil chiqqanidan anchinchi yil chiqqanining zapchastida birisi tushmaydi. Telefondan mu shunda faqat. Mushuninga o'xshash nima deymiz? Bizning mingimizda biz qochilib olgan, ilm deb qochilib olgan manba har xil va ko'p xil bo'lganligi uchun zapchasti bizga tushmaydi. Qishni bitilgan avval chiqadi ekanda birlik qilib nimaning ichidan chiqmagandan keyin bir manbadan. Shu bugun o'tirib qo'yilayotgan temama odamga g'arib, g'arib deymi, g'ayri. Bunday bir tuyg'u berib qilish ehtimolliklari yuqori. Ammo shuni hozir degandek asli tipini, chastotini, tipini, gradusini Qur'onga to'g'rilasa, anadan keyin siziq keladi degan nimashadi men bir nimaga deb qo'yay dedim. Sizlar bayaqı so'rgan savol shu. Qur'on aslida bir biz ham uni endiz deymiz. Boshqa nima deydigan qilib chapon binasini kestirgan qilib burunqi vaqt bir qog'ozni kesib qo'ygan bir narsa bo'ldi-ku. Uni deydi qilib deymiz, qilib o'lcham qilib. Endiz deydi. Qur'on shunday bir endiz bu, qilibchi. Agar Qur'onning o'zining diniga shunday dinini Qur'onga shunday tatbiqlagan vaqtda bu Qur'onning cho'risini eshib qolgan yerlari din emas. Amada agar olib ichi kirib ketgan yerlari kam qilib qolgan yerda Qur'on bilan to'shqilgan gap. Shu Qur'onni shunday qo'ygandan keyin atrofini shunday sizgandan keyinlar bu vaqtda Qur'onning sirtiga chiqib qolgan yerlarning o'zini tashlab o'tish kerak. Qur'ondan qilib qolgan, kavoq qilib qolgan yeri bo'lsa, Qur'on bilan uni to'shqizish kerak. Shuni bilan din to'liq bo'ldi degan gap. Bayatı sizden soğan soğanın cevabı mı? Aslında şu Kur'an'ı ölçem kıkandığı ki la bunu dediğimiz doğru yolda malımız, ondaki tüzünümüz. Bu mesela şu vetensiz yürümüzden şu. Şu demek çok lazım. Aşı menba nimse doğru olmayan çağda tüpe. Ekegen men çıraylık ekegen nesma uzun kemmeydi ikinde. Aslında bunun düşmeydi dediğin gep çıkadı ikinde. Şu zapçasını bütünley dünyanın hem yerine ekvagan bu kadar. Ana tushirgan zapchasini topolmayandagi aşı yurgan gap. Uni da ko'ra birini akasan, birini tutsan, shuni ola o ketaver degan gap. Şunu bir yerden ta'kidlagan narsa başdan oyoq shu. Qur'onni tushunib o'qinglar deyishsa shu. O'qinglar emas, tushunib o'qinglar-chi. Albatta. Tushunmagan narsa o'qishlik olmaydi-ku ham dastlabki. Biz o'qish desa Qur'on deganligi talaffuz qilishni o'qish deb bilamiz. U mu o'qish emas dastlabki u-chi. O g'inshish. Paşa'nın çivinden hırışı oluşuyor. Bugün yani baş suallarımız var da kaçtı. Bayatın kılıkı geldi. Asansörde, liftte, dua kılışının, iş hekimin işinin duası var mı? O bu Kur'an'da diye. Aşağıdan belki dua diyenini hata anlı düşünüp kalın değil adamcı. Duanı fakat eğizdilam deydiğen bir nezle düşünüp kalın da. Hareket de düşebilin de ucu. Elbette. Endi bu alık yukarı desek karlama cimip bulamda bunu toxtub oğlanma de tormoz desek toxtum de.
Bana berip qala dep özlerininki әгеш күштеріне бұның еқін кемме деп нере айландырып әксідіға yolunu tutqandek qiladi. Ya ularniki nimesi o? Peygamber'in vaxtida maçta stratejisi ucu. Çaparlarında başlarını yögü olarak da anlap kalmaz için dediğin ayalla göz aldığında geçelim uçanda. Ama kapılırsak boyası yok. Ya kapı olgan mesele emez. Bakacağım ben ki Keyan'dan geldim. Demek çoğunun burun ben mi şunda koy dedim. Ben mi şunda düşüngen. Şuna muşun içinde tefekkürü boğan, aklı hür, iradesi mında müstakil, aklı sağlam boğan insanların aman bir kere tefekkür kılıp, hakikat kayıt kılığına men işinmiş yapıp. Çünkü ben tefekkürle geldim bir yer. O kadar bir medres köp bakkan, ya ustazın aldı tiz çökken birisi emez. Belki muşuminin muşa hakikat tepşinması payda okuğa buluşum mümkün. Hayatımda okumağından payısı gördüm diyendek. Estağfurullah. Şu an tefekkürü var, müstakil tefekkür kılış, akıllı tefekkür kılışını xalaydıgan, ör iradesi boğan insanlarda çokum ümit barda qarayman. Şuna yolumuzun devam kılımız inşallah. Benim sözüm tügede işkenlik kaldı. Allah'a emanet olun. O alaka toktap kalıştı ama biz bularga bir narsa deyiversek bularni ilan qilib namını chiqarib ekanmiz. Hozircha biz bir zuvanimizni yig'ayli. Karimiz olmasin bu bilanchi. Boshqalar ergishamiz deb qo'rqqan bo'lishi mumkin. Chunki hozir bular saranlashib, nega bor desanglar, shu Qur'onga ergashsang ezib ketishligiga bor emasmi? O'zlarining nima deyotganligini o'zi bilmayotganlarcha. Balkim keyin o'zlarining nima deganligini tinglab boqib, biroz susqan bo'lishi mumkin ham dedi. Bilmedim. Ana ustoz bugun xeyli yaxshi bo'ldi bu suhbat. Ochiq yo'ruq hamda. Oldingi 22-sonda garchi 2 soatga so'zlab ketgan bo'lsa-mu, tinglashgan birodarlardan nihoyat yaxshi nimalar oldik hamda inkaslarchi. Necha minutlar tugagandek his qildim. Ders nihoyat yaxshi bo'ldi deb deganlar bor. Belki sizlarga mana shunday imkoniyatlar kelgan bo'lishi mumkin. İnşallah 24-sonda yangi bir mazmun bilan yangicha bir muzokara dars qilishni inşallah bizga nasib qilay. Rahmat sizlarga ustoz. Fidoyilar ikromiga va rahmat. Alloh sizlarga rozi bo'lsin. Ko'p rahmat. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.